7-fasl. Hazrati Bobning Isfahonda va Koshonda bo'lishlari. Hazrati Bob Sherozni tark etib, Isfahonga yo'l oladilar. Ul zot shaharga yaqinlashar ekanlar, viloyat hokimi Manushehr xonga maktub yozib, undan o'zlarining Isfahonda to'xtashlari uchun qaysi joyni tayinlajagi haqida xabar berishni so'raydilar. Maktubning nafis usulda va hurmat tuyg'usi bilan yozilganligi Manushehr xonni Isfahon mushtahidiga murojaat etib, undan Hazrati Bobni o'z uyiga qabul qilib, mehmondo'stlik ko'rsatishni iltimos qilishga undaydi. Shahar mushtahidi bunga rozilik beradi. Hazrati Bobning o'zlari va yurish-turishlaridagi nazokati mezbon allomani maftun qiladi va u Hazrati Bobga hurmat va izzat ko'rsata boshlaydi. Ul zot bilan muloqotda bo'lgan Isfahon aholisi ham sekin-asta ul zotning g'ayratli va shavkatli muridlariga aylanib boradi. Bir kuni Hazrati Bobning huzurlariga Manushehr xonning o'zi ham qadam ranjida qiladi. U kelgan paytda shaharning barcha ilohiyotchi ulamolari Hazrati Bobning huzurlarida to'plangan bo'ladilar. Hokim Hazrati Bobdan Qur'ondagi bir oyatni tafsirlab berishni so'raydi. Og'zaki javob ma'qulmi yoki yozma javob degan savolga Manushehr xon tafsirni yozma holda bo'lishini ma'qullashini, zero bu holda avlodlar ham undan naf ko'ra olishini aytadi. Oradan 2 soat ham o'tmay Hazrati Bob shunday ajoyib risolani yozadilarki, hozir bo'lgan barcha kishilar ul zot asarlarining mukammalligini tan olmay qola olmasdilar. Ushbu risolada Hazrati Bob kelajakda Allohning masxara zohir bo'lishi va Imom Husaynning qaytib kelishini bashorat qilgan edilar. Ul zotning mulohazalari shu qadar shubhasiz ediki, hatto Manushehr xon o'zini tutolmay Hazrati Bobning ilohiy qudratlariga ishonishini ma'lum qiladi. Hazrati Bobning mashhur bo'la boshlaganlari ba'zi bir ruhoniylarda hasad va rashk tuyg'usini qo'zg'atadi va ular Hazrati Bobning odamlar bilan bemalol muloqotda bo'lib, ularni hayratga solayotganliklari haqida Muhammad shohning vaziri Azamiga maxfiy xabar yo'llaydilar. Vazir shohning ishonchini qozongan Manushehr xonga hasad qilar. Agar Manushehr xon Hazrati Bobni shoh bilan uchrashtirgudek bo'lsa, o'zining noqulay vaziyatda qolishini yaxshi bilar edi. Negaki shoh Hazrati Bob shaxsiyatlarining ta'siriga tushib qolgudek bo'lsalar, shubhasiz bu holda vaziri Azam uning bor ta'sirini yo'qotgan bo'lar edi. Shuning uchun ham u jamoa bosh mushtahidiga keskin xat yozib, uni vazirning so'zlariga qaraganda islomni ichidan buzayotgan harakatlar ustida turgan Hazrati Bobni qo'llab-quvvatlashda ayblaydi. Mushtahid Hazrati Bobga nisbatan munosabatini o'zgartirishdan bosh tortadi. Lekin shunga qaramay, Hazrati Bobning huzurlariga keluvchilar sonini kamaytirishga harakat qiladi. Bu hodisalardan xabar topgan hokim Hazrati Bobni o'z uyiga taklif etadi. Hazrati Bob Manushehr xonning uyiga ko'chib o'tishlari arafasida jamoa bosh mushtahidining do'sti 9 va 11 yoshlardagi farzandlar bo'lajakda shahidlar orasida shahidlar shohi va mahbub deb nom olguvchi shahidlarning otasi Mirzo Ibrohim o'z uyida Hazrati Bob sharaflariga ziyofat o'tkazadi. Bu ziyofat paytida Mirzo Ibrohim Hazrati Bobning oldilariga hurmat bilan borib, ukasining farzandsiz ekanligini aytib, uning orzu-armonlari ushalishida yordam berishlarini so'rab yolvoradi. Hazrati Bob o'zlariga tutilgan taomdan ozgina olib, bu taomni ukasi va ukasining jufti haloliga berishni buyurib, o'shanda ularning orzusi ushaladi, deydilar. Muddati kelganda ular farzand ko'radilar va qizlarga Munira xonim deb ism qo'yishdi. Keyinchalik Munira xonim Hazrati Abdul Bahoning sevikli rafiqalari bo'ladilar. Shunday qilib, Hazrati Bobga nisbatan hurmat va izzat ko'rsatish davom etar. Ul zotning odamlarga ko'rsatayotgan ta'sirlari tinimsiz kuchayib borardi. Buni ko'rgan ruhoniylar faqat ul zotning o'limigina ularga kishilar aqli va qalbiga qaytadan hukmronlik qilish imkonini beradi degan qarorga keladilar. O'lim haqidagi hukmga 2 kishidan boshqa barcha ulamolar imzo chekadilar. Jamoa bosh mushtahidi hukmni ma'qullamaydi. Biroq bunga qaramay Hazrati Bobning es-hushi joyida emas
va sog'lom fikr yuritish qobiliyatidan mahrum deb xulosa chiqaradi. Hokimga bu haqdagi xabar yetib borganida, u o'zining navqiron mehmonining hayotini saqlab qolish choralarini ko'radi. Uning maxfiy topshirig'iga ko'ra, Hazrati Bob qurollangan soqchilar qurshovida shahardan chiqib ketar. Bir necha chaqirim yurganlaridan keyin o'ta ishonchli soqchilar hamrohligida qaytib, Manuchehr xonning uyiga kelib, uning hokimlarga xos shaxsiy xonasida maxfiy ravishda joylashadilar. Shu kundan boshlab hokimning o'zi shaxsan Hazrati Bobga xizmat ko'rsatadi va ul zotga taom tortib turadi. Hazrati Bob bir necha oy davomida Manuchehr xonning uyida yashirincha yashaydilar. Kunlarning birida uy sohibi Hazrati Bobga yangi zuhurni tarqatish yo'lida o'zining butun boyligini sarflashga ham tayyor ekanligini va Muhammad shohni Alloh amrini qabul qilishga ko'ndirish uchun barcha kuchini bag'ishlamoqchi ekanligini aytadi. U yana boshqa hokim va podshohlarga ham bu dinning haqligini tushuntirishga harakat qilishga tayyorligi haqida va'da beradi. Biroq Hazrati Bob unga javoban deydilar: "Sening ham, mening ham kunlarimiz sanoqli qolgan. Juda ham kam qoldi. Menga orzular ushalishini ko'rish, senga esa ularga yetishish nasib etmagan. Qodiri qudrat bu dinni sen behuda bosh qotirayotgan yo'llar bilan tantana sari olib bormaydi. Qodir Parvardigor bu mamlakat kambag'al va xo'rlangan odamlari yordamida uning yo'lida to'kilgan qon bilan amrni saqlab qoladi va amr asoslarini mustahkamlaydi. Qudratli Parvardigor boqiy dunyoda sening boshingga bezavol shon-shuhrat tojini kiygizadi va sening ustingdan o'z xayr-u saxovat nurlarini sochadi. Sening hammasi bo'lib 3 oy u 9 kunlik zaminiy umring qolgan. Shundan keyin sen mukammal iymon bilan abadiy dargohga yetishasan." Bu so'zlardan xursand bo'lgan Manuchehr xon zaminiy hayotdan kechishga chog'lana boshlaydi. U vasiyatnoma yozib, hamma boyligini Hazrati Bobga qoldiradi. Ammo uning jiyani tog'asining vafotidan keyin bu hujjatni yoqib tashlab, barcha mol-mulkni egallab oladi. Manuchehr xon hayotining sanoqli kunlari qolgan ekan. U Hazrati Bobning hayotlaridan xavfsiray boshlaydi va ul zotga qayg'usining sababini aytadi. Hazrati Bob javob beradilar: "Qo'rqma. Men o'zimni Allohning qo'liga topshirganman. Mening Allohga iymonim mukammal. U menga shunday qudratni ato etganki, agar astoydil xohlasam, mana shu toshlarni bebaho javohirlarga aylantirgan, eng ashaddiy jinoyatchilarning qalbiga vijdon va burch haqidagi oliy tuyg'ularni quygan bo'lardim. Allohning belgilab qo'yganlari amalga oshsin deb, o'z xohishim bilan dushmanlarim tomonidan quvg'in qilinishlarini boshimdan o'tkazishga qaror qilganman." Bashorat qilingan muddatda Manuchehr xon betob bo'lib yotib qoladi va tezda osoyishtalikda olamdan o'tadi. Bu voqeadan keyin Hazrati Bob shogirdlarga Isfahondan chiqib ketib, taqdirning ularga nasib etganini kutishni buyuradilar. Manuchehr xonning jiyani Gurgunxon Hazrati Bob tog'asining uyida yashayotganlardan xabar topishi bilan darhol Hazrati Bobning qayerda va kimning yordamida yashirinib yashayotganlari haqida chaquvnoma bilan shohga chopar yuboradi. Manuchehr xonning sodiqligiga ishongan shoh Hazrati Bobni Tehronga olib keltirish haqida buyruq beradi. Gurgunxon Hazrat Bobni otliq soqchilar yordamida poytaxtga yashirin ravishda olib borishni buyuradi. Hazrati Bobga savdogarlar libosini majburan kiydirib, tunda shahardan olib chiqib ketadilar. Otliq soqchilar to'dasi Isfahondan Tehron sari yo'l oladi. Ular Koshonga yetganlarida to'xtab dam olishga ehtiyoj sezadilar. Bundan bir muncha vaqt oldinroq Koshonda yashovchi Hoji Mirzo Joni ismli kishi tush ko'rgan bo'ladi. Tushida tushlik paytida shahar darvozasining oldida turgan ekan. Uzoqdan otliqlar to'dasi ko'rinib qolibdi. Ma'lum bo'lishicha, ular oddiy otliqlar emas, balki otliq soqchilar bo'lib, ular Hazrati Bobni olib kelishayotgan ekan. Lekin Hazrati Bobning boshida odatdagiday salla emas, balki Fors savdogarlari kiyadigan qo'y terisidan ishlangan telpak bor edi.
Shahar darvozasiga yetib kelganlardan keyin Hazrati Bob Mirzo Joniyga qarab, "Hoji Mirzo Joniy, biz sening uyingda 3 kecha-yu 3 kunduz mehmon bo'lamiz. Mehmonlarni kutib olish uchun taraddudingni ko'raver", deydilar. Hoji Mirzo Joniy uyg'ongach, tushining chinligiga shu qadar ishonadiki, hatto mehmon hech qanday norahatliklar his etmasligi uchun uyni tartibga keltiradi. Tushlik paytida esa shahar darvozasiga chiqadi. Xuddi tushida ko'rganidek, u yaqinlashib kelayotgan chavandozlarni va ular bilan birga kelayotgan Hazrati Bobni ko'radi. Hazrati Bob xuddi Mirzo Joniyning tushida ko'rganidek kiyingan edilar. U Hazrati Bobga yaqinlashgach, ul zotdan tushida eshitgan so'zlarni eshitadi. Soqchilar zobitidan biri Hoji Mirzoni Hazrati Bobning yaqin do'stlari deb o'ylab, ul zotga uning uyida qo'nishlariga ruxsat beradi. Ammo boshqa bir zobit e'tiroz bildiradi. Oxir natijada ular bir qarorga kelishadi. Hazrati Bobga Hoji Mirzoning uyida 3 kecha-yu 3 kunduz turishga ruxsat beradilar. Ammo kelishuvga ko'ra, Hazrati Bob 3-kuni yana ularning qo'liga topshirishlari lozim edi. Hoji Mirzo Joniy barcha chavandozlarni o'z uyiga taklif etmoqchi yoki ularning karvon saroyidagi xarajatlarini ko'tarmoqchi bo'lganida, Hazrati Bob deydilar: "Bunday qilish kerak emas. Faqat mening xohishimgina ularni shunday qarorni qabul qilishga majbur etdi. Hamma narsa Allohning ixtiyorida. Alloh har qanday to'siqni bartaraf etib, har qanday qiyinchilikni yengib o'tishga yordam beradi." Hazrati Bobning Koshonga kelishlari 1847-yilning Navruz oqshomiga to'g'ri keladi. Ul zot 3 kecha-yu 3 kunduz mobaynida Hoji Mirzo Joniyning uyida mehmon bo'ladilar va uy sohibining do'stlari bilan uchrashadilar. Hazrati Bob uy sohibiga lafz bag'ishlab, unda Allohdan Hoji Mirzo Joniyning yuragini ilohiy ma'rifat ziyosi ila munavvar qilishni, uning amrini e'lon qilish va din haqida so'zlashda unga madad berishini so'rab munojot qiladilar. Hoji Mirzo Joniy savodsiz kishi bo'lishiga qaramasdan, duolarining kuchi bilan u og'iz ochganda atrofidagi ulamolar jim bo'lib qolishar edi. 3-kuni Hoji Mirzo Joniy Hazrati Bobni soqchilar qo'liga topshiradi va ul zot bilan iliqlik bilan bir umrga xayrlashadi. 8-fasl. Koshondan Tabrizga. Hazrati Bob soqchilar hamrohligida Tehron sari yurishda davom etadilar. Soqchilar endilikda ul zotga nisbatan munosabatlarni o'zgartiradilar. Ular Hazrati Bobga manzur bo'lish uchun hamma narsaga tayyor edilar. Yo'l qishloqlardan o'tayotgan paytda ul zotga xohlagan kishilar bilan uchrashish va istagan joylarga borishga ruxsat berilar edi. Yo'lovchilar Tehronga yetib kelishlari arafasida bir kichikroq qal'a tevaragida tunashga to'xtagan paytlarida Vaziri A'zamning chopari Hazrati Bobni Tehronga emas, balki poytaxt yaqinidagi Kulayn qishlog'iga olib borib, o'sha yerda keyingi farmoyishlar bo'lgunga qadar kutish haqidagi buyruqni olib keladi. 1847-yilning 29-martida atroflari bog'lar bilan qurshalgan, quyosh nuri erkalab turgan, maysazorlari yastanib yotgan tepalik bag'ridagi yaylovda Hazrati Bob uchun chodir qurib berishadi. 1847-yil 1-aprel kuni Hazrati Bobning Tehronda Hazrati Bahoulloh bilan yaqin muloqotda bo'lgan shogirdlardan biri Hazrati Bahoullohdan muhrlangan maktub va sovg'alar olib keladi. Hazrati Bob nihoyatda xursand bo'ladilar va xatni olib kelgan shogirdlarga o'z minnatdorchiliklarini izhor qiladilar. Xatni o'qiganlardan keyin esa ul zotning chehralari yorishib, g'am anduhdan nishon ham qolmaydi. O'sha oqshom yaylovdagilar qattiq sarosimaga tushib qoladilar. Hazrati Bob g'oyib bo'lgan edilar. Soqchilar ul zotning chodirlarini bo'm-bo'sh ekanligini ko'rib, chor atrofga gir yugurib qidirsalar-da, natija bo'lmaydi. Soqchilar zobiti sarbozlariga qarab deydi: "Hazrati Bob o'zlarining qochishlari bizga ko'plab noxushliklar keltirishini biladilar va hech qachon bunga bormaydilar." Zobit o'rtoqlarga o'z so'zlari rostligini isbotlash uchun Tehron tomon ketadigan yo'lga chiqadi.
uncha uzoq bo'lmagan joyda Tehron tomondan kelayotgan bir kishini ko'radi. Bu Hazrati Bob edilar. Ul zot zobitga deydilar: "Sizlar meni qochdi deb o'yladingizmi?" O'sha subhidan paytida Hazrati Bobning nuroniy yuzlarida osuda ulug'vorlik hukmron edi. Bu holat zobitda shunday ajoyib hurmat va ehtirom tuyg'ularini uyg'otadiki, u hatto biror narsani so'rashga ham jur'at eta olmaydi. Hazrati Bobning yurish-turishlari va so'zlashlarida nimadir o'zgarganda edi. Ammo hech kim ul zotdan buning sababini so'rashga botina olmaydi. Hazrati Bobning o'zlari ham aytib berishga oshiqmasdilar. Hazrati Bob Kulaynda 2 hafta bo'ladilar va shu vaqtning ichida shohdan xat oladilar. Shoh Tehronni vaqtincha tark etishni bahona qilib, ular rejalashtirgan uchrashuvning bo'lmasligini ma'lum qilgan va Hazrati Bobni Tabriz yaqinidagi Mahku qal'asiga olib borish haqida farmoyish bergan edi. Hazrati Bob Tehronga taklif qilingunlariga qadar o'sha yerda qolishlari lozim edi. Shubhasiz, bunda vaziri azamning qo'li bo'lib, u o'zining imtiyozli martabasidan mahrum bo'lishi mumkinligidan qo'rqib, shohning Hazrati Bob bilan uchrashuvlarni paysalga solgan edi. Vazir lavozimini egallagan bu odam davlat asoslariga bolta urib, uning obro'siga putur yetkazgan va xalqni qashshoqlik jariga olib borib qo'ygan edi. U ulkan boylik orttirgan bo'lib, o'zining har bir harakatida faqat shaxsiy manfaati bilan bog'liq mulohazalardan kelib chiqar. Vaqti kelib o'zining bu holati o'zgarishi mumkinligi xayoliga ham kelmas edi. Ammo vaqt soati kelib, vaziri azam ham o'z lavozimidan bo'shatilib, orttirgan mol-mulkidan mahrum bo'ladi. U Tehrondan badarg'a qilinib, qashshoqlikda umrini tugatadi. Soqchilar Hazrati Bobni Tabrizga qadar kuzatib qo'yadilar. Hazrati Bobning 2 birodarlariga ul zot bilan birga borishga ruxsat beriladi. Shahar darvozasiga yetib kelganlarida soqchilar zobiti Hazrati Bobdan ko'zlariga yosh olib, yo'l davomida xizmat qilishda ko'rsatgan kamchiliklari uchun uzr so'raydi. Hazrati Bob uni ham, askarlarni ham yupatib, hammalariga minnatdorchilik izhor qiladilar. Askarlar yurakda dard bilan Hazrati Bobni taxt vorisi bo'lmish Tabriz hokimiga topshiradilar. Keyinchalik esa soqchilar Hazrati Bobning g'ayritabiiy ilohiy donoliklari va qudratlari alomatlari haqida odamlariga hikoya qilib yuradilar va bu hikoyalar yangi zuhurning tarqalishida o'z ta'sirini ko'rsatadi. Hazrati Bobni Tabrizdagi eng katta binolardan biriga zindonband qiladilar. Bu binoga kirishni, keyinchalik Hazrati Bobni qatl qilish buyrug'ini ijro qilish buyurilgan qism askarlari qo'riqlashardi. Hazrati Bobning kelganlari haqidagi xabarni eshitgan avom xalq shahar darvozasi oldida to'planib, ul zotning kirib kelishlarini ko'rmoqchi bo'ladilar. Odamlar Hazrati Bobga yaqinlashib, o'z mehr va sadoqatlarini izhor qilishga intilishar edi. Odamlarni qurshagan hayajon shunday kuchli ediki, hatto hokim kimki Hazrati Bob bilan uchrashishga harakat qilsa, uni umrbod qamoq jazosiga hukm qilib, mol-mulki musodara qilinadi deb qo'rqitishga majbur bo'ladi. Qattiq ogohlantirishlarga qaramasdan, shu tundayoq 2 dindor Hazrati Bob bilan uchrashishga qaror qilishadi. Ular eshikka yaqinlashishlari bilanoq qo'lga olinadilar. Ammo shu ondayoq Hazrati Bobning hamrohlaridan biri chiqib, soqchilarga shunday deydi: "Said Bob sizlarga ushbu xabarni yetkazishni buyurdilar. Men o'zim ularni men bilan ko'rishishga taklif qildim. Shu tufayli sizlar ularning kirishiga ruxsat bergaysiz." Bu gaplarni eshitgan soqchilarni hayajon va qo'rquv bosadi va ular dindorlarni Hazrati Bobning oldilariga kuzatib qo'yadilar. Hazrati Bob ularni shunday so'zlar bilan qarshi oladilar: "Men eshik oldida soqchilik qilayotgan bu bechoralarga tevarak atrofda to'dalashib yurganlardan mening uyimni muhofaza qilishni topshirganman. Ammo ular mening o'z huzurimda ko'rishni xohlagan kishilarga qarshilik qila olmaydilar. Dindorlar 2 soat mobaynida ul zot bilan birga bo'ladilar. Ular keyinchalik ham ul zotning huzurlariga bir necha bor keladilar va biror marta ham soqchilar tomonidan qarshilik uchratmaydilar. Ulardan biri Mulla Husayn bilan uchrashib, unga Sherozdan Mashhadgacha hamsafar bo'lish sharafiga muyassar bo'lganini
Safar paytida Sherozda Hazrati Bob bilan uchrasha olmaganligini aytib, rosa achinganida, xafa bo'lma. Sherozdagi muvaffaqiyatsizlik evaziga seni Tabrizda Allohning in'omlari kutmoqda. Bir marta uchrashish o'rniga sen 7 marta ul zotning huzurida bo'lishdek oliy baxtga sazovor bo'lasan, deb javob berganligini eslaydi. Mulla Husaynning o'shanda aytgan gaplarining ma'nosini bu dindor endigina tushungan edi. Hazrati Bobning huzurlariga 7-chi marotaba kelganlarida ul zotning Allohga shukrlar bo'lsinkim, sen belgilangan marotaba mening huzurimda bo'lguningcha u seni o'z panohida asradi, deb aytgan so'zlarni eshitib, u hayratdan lol qoladi. 9-fasl. Mahkudagi tutqunlik. Hazrati Bobni Mahku qal'asiga ko'chirish va nazoratchi Alixonning qo'liga topshirish haqidagi farmoyish berilgunicha ul zot 2 hafta yaqin Tabrizda yashaydilar. Mahku tog' cho'qqisiga toshdan qurilgan 4 minorali qal'a bo'lib, uning etagida Mahku shahri joylashgan edi. Atrofi o'tishga qiyin joylar bilan o'ralganligi tufayli bu o'lka boshqa viloyatlardan ajralib turar edi. Islomning sun'iy mazhabiga mansub bo'lgan viloyat aholisi Shia sayyidlariga nisbatan juda yomon munosabatda edilar. Chunki ular shiyalarni sunniylarga qarshi urushga gijgijlaydigan odamlar deb hisoblashar edi. Vazir Azam Hazrati Bobni o'zlariga nisbatan qarama-qarshi fikrdagi odamlar yashaydigan olis qal'aga surgun qilib, ul zotning qudratli ta'sirini susaytirish va izdoshlarning yo'llariga g'ov qo'yish niyatida edi. Ammo vazirning g'araz niyatlari chippakka chiqadi. Dastlabki 2 hafta mobaynida nazoratchi Alixon haddan ziyod qattiq qo'llik ko'rsatadi. Ul zotning shogirdlariga Hazrati Bob bilan uchrashishni taqiqlabgina qolmay, ularni hatto Mahku shahrida tunashlarga ham yo'l qo'ymaydi. Hazrati Bobning faqat 2 yaqin hamrohlarigagina ul zot bilan uchrashish va oziq-ovqat olib kelish uchun shaharga kelishga ruxsat berilgan edi. Ular bundan foydalanib, Hazrati Bobning nomalarini Said Kozimning shogirdlaridan biri bo'lmish Hazrati Bobga iymon keltirgan Hasan Zununiyga yetkazib turardilar. U shahar tashqarisidagi masjiddan boshpana topgan edi. Shayx Hasan ham o'z navbatida bu nomalarni shaharga kira olmagan Hazrati Bobning boshqa izdoshlariga yetkazar edi. Bir kuni Hazrati Bob hamrohlaridan biriga o'zlari Alixondan qattiq qo'llik qilmaslikni va Shayx Hasanni qal'aga olib kelishni so'rashlarini Shayx Hasandan yetkazishni buyuradilar. Alixonning qarori qat'iyligini va buni o'zgartirishning hech iloji yo'qligini yaxshi bilgan hamrohlari Hazrati Bobning bu gaplaridan juda ham ajablanadilar. Keyinchalik bu odam voqeaning davomini bunday hikoya qiladi. Ertasiga tong saharda hali qal'a darvozalari ochilmay turib, eshik taqillab qoldi. Kun chiqqunga qadar qal'aga hech kimni qo'ymaslik to'g'risida buyruq borligini hammamiz yaxshi bilar edik. Biz Alixonning ovozini tanidik. U soqchilar bilan bahslashayotgandek edi. Ko'p o'tmay o'sha soqchilardan biri qal'a nazoratchisi Hazrati Bobning oldilariga kirishi zarurligini ta'kidlayotganini aytdi. Men Hazrati Bobga bu gapni yetkazdim va ul zot Alixonni o'z huzurlariga olib kelishni buyurdilar. Hazrati Bobning yotoqxonalaridan chiqishim bilan ostonada turgan Alixonni ko'rdim. Uning turishida butkul itoatkorlik aks etar. Yuzidan esa mo'minlik va hayrat alomatlari yog'ilib turardi. O'ziga ishonchligi-yu, kibru havosidan nishona ham qolmagan edi. U mening salomimga tortinibgina o'ta xushmuomalalik bilan alik olib, Hazrati Bob huzurlarida bo'lishga ijozat so'radi. Men Alixonni Hazrati Bobning xonalariga boshladim. Mening ortimdan yurar ekan, nazoratchi butun vujudi bilan titrar, yuzidan esa juda hayajonlanayotganligi yaqqol ko'rinib turar edi. Hazrati Bob o'rnlaridan turib, mehmonni kutib oldilar. Alixon ta'zim bilan Hazrati Bobga yaqin kelib, oyoqlariga yiqildi. Shafqatli ajdodingiz Muhammad payg'ambarning muborak nomlari haqqi meni gumonlardan xalos etib, shubhalarimni tarqatib yuborishga yordam qiling. Bu shubha gumonlar yuragimni toshday eziyapti. Sahar payti ot minganimcha kimsasiz joylardan o'tib, endi shahar darvozasiga yaqinlashib qolgan edim. To'satdan
sizni ko'rib qoldim. Siz daryo bo'ynida qo'l ochib osmonga yuz tutgancha ibodat qilib, Allohga munojot qilar edingiz. Men turgan joyimda qotganimcha sizni kuzata boshladim. Mening ruxsatimsiz qal'adan chiqishga jur'at etganingiz uchun sizni koyish maqsadida ibodatingiz tugashini kutdim. Siz Allohga munojot qilar ekansiz, ibodatga shu qadar g'arq bo'lgan edingizki, hatto o'zingizni ham unutganday edingiz. Men asta yaqinlashdim. Siz hatto men yoningizda ekanimni sezmadingiz ham. Men sizning bu farog'at holatingizni buzib yuborishim mumkinligini o'ylaganimda, meni birdan qo'rquv bosdi. Men sizni bezovta qilmaslikka ahd qildim. Beparvoliklari uchun tanbeh berish maqsadida soqchilar tomon yo'l oldim. Qal'aga kelib, ichki va tashqi darvozalarning qulf ekanligini ko'rib, hayratdan lol qoldim. Mening buyrug'im bilan soqchilar darvozalarini ochib, sizning huzuringizga olib kelishdi. Mo'jizani qarangki, men sizni bu yerda o'z ko'zim bilan ko'rib turibman. Men mutlaqo esankirab qoldim. Aqldan ozmadimmikin deb o'ylayapman. Hazrati Bob Alixonning so'zlariga javoban bunday dedilar: Sen ko'rgan narsang haqiqat va buni inkor qilib bo'lmaydi. Sen bu zuhurga beparvolik va Allohning elchisiga kibrlilik qilding. Mag'firatli Alloh seni jazoga loyiq qilmay, sening nigohingga haqiqat ayon bo'lishini ixtiyor qildi. Ilohiy irodasi bilan u sening qalbingga o'z habibiga nisbatan muhabbat solib, qudrati bezavol o'z diniga iymon keltirishga seni majbur qildi. Bu ajoyib voqeadan so'ng Alixon o'zgaradi. U o'zining o'tmishdagi ishlarini yuvishga ahd qiladi. Bir bechora shayx shoshilganicha xabar olib keldi u. Siz bilan ko'rishish ishtiyoqida u shahar tashqarisidagi masjidda yashaydi. Men sizdan o'tinib so'rayman. U siz bilan uchrasha olishi uchun men o'zim uni huzuringizga olib kelishga ijozat bersangiz. Men sizga va sizning do'stlaringizga nisbatan qilgan qattiq qo'lligim afv etilishiga sazovor bo'lmoqchiman. Hazrati Bob Alixonning iltimosiga rozi bo'ladilar va u darhol Shayx Hasanni ustoz huzuriga olib kelish uchun chiqib ketadi. Shu kundan boshlab Hazrati Bob bir qator yengilliklarga erishadilar va xohlagan kishilari bilan uchrashish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Aynan Mahku qal'asida Hazrati Bob 1000 misra oyatlardan iborat bo'lgan, o'z ahdlarining qonun va amrlarini o'z ichiga olgan, tez orada keladigan vahiy e'lon qilingan va o'z izdoshlarini Alloh zohir qiladigan mazharni izlashga da'vat qilingan bayon kitobini nozil qiladilar. Hazrati Bob bu kitobning oyatlarini kitoblariga aytib turganlarida ovozlari tog' etaklarigacha yaqqol eshitilib turar. Bu esa ul zotni tashnalik bilan quloq tutib turgan odamlarni zavq va hayratga solar edi. Avvalgi taqiqlar bekor qilingan va Hazrati Bob butun Erondan kelgan taqvodor ziyoratchilarni qabul qilar edilar. Ul zot ziyoratchilarga 3 kunga qadar Mahkuda bo'lishlariga ijozat berib, keyin ul zotning dinini mustahkamlash yo'lida olib borilayotgan ishlarni davom ettirishlari uchun qaytarar edilar. Nazoratchi Alixon esa Hazrati Bobga hurmatini izhor qilish uchun har juma kuni huzurlarga kelib turar edi. Ayni shu paytlarda Mulla Husayn Mashhadda yashar va butun mamlakat bo'ylab shohni qarshi ko'tarilgan isyonning keng yo'l ochib borayotganligiga qaramasdan yangi zuhurni targ'ib qilishda davom etardi. Ammo isyonchilarning o'z maqsadlari yo'lida foydalanish uchun uni o'zlariga jalb qilmoqchi bo'lganliklaridan xabar topgan Mulla Husayn xizmatkori hamrohligida Mashhadni tark etib, Mahbub bilan uchrashish niyatida Mahkuga yo'l oladi. U Mahkugacha bo'lgan yo'lni piyoda va hamrohlarsiz bosib o'tishga ont ichadi. Safar davomida u Tehronda to'xtaydi va u yerda Hazrati Bahoulloh bilan uchrashish sharafiga muyassar bo'ladi. Ul zot bilan suhbatdan so'ng darhol Mahkuga safarni davom ettiradi. Mulla Husaynning Mahkuga yetib kelishidan oldin 1848-yil Navruz arafasidagi tunda nazoratchi Alixon tush ko'radi. Bu haqda u shunday hikoya qiladi: Tushimda meni larzaga solgan xabardan, ya'ni tez orada Mahkuga Allohning rasuli Muhammadning
Hazrati Bob bilan diydor ko'rishib, ul zotni Navro'zi ayyom bilan qutlash uchun kelayotganidan voqif bo'ldim. Tushimda bu aziz mehmonga izzat ikrom ko'rsatish niyatida uning qarshisiga peshvoz chiqibman. Ta'riflab bo'lmaydigan shodlik bilan daryo tomon shoshildim. Mahku yaqinidagi ko'prikka yetganimda men tomonga kelayotgan ikki kishini ko'rdim. Men ulardan birini payg'ambarning o'zlari, bir oz orqaroqda kelayotgan kishini esa payg'ambarimizning yaqin safdoshlaridan biri deb o'yladim. Endigina ul zotning oyoqlariga yiqilib, etaklarini o'pish uchun shaylangan edimki, birdan uyg'onib ketdim. Yuragim cheksiz quvonchga to'lgan edi. Men o'zimni jannatdagiday shodon sezdim. Ko'rgan tushimning rost ekanligiga mutlaqo ishongan holda tahorat olib, namoz o'qidim. Eng yaxshi kiyimlarimni kiyib, mushk ambarlardan sepdim va tushimda payg'ambarni ko'rgan joyimga qarab yo'l oldim. Xizmatkorlarga 3 ta eng yaxshi chopqir otni egarlab, darhol ko'prikka olib borishlarini tayinladim. Men bir o'zim Mahkudan chiqib daryo tomon ketayotganimda endigina quyosh chiqayotgan edi. Ko'prikka yetib borib, men tomonga kelayotgan ikki kishini ko'rganimda naqadar hayratim kuchaygan edi. Hayajondan titrab, payg'ambar bo'lib ko'ringan kishining oyoqlariga yiqilib, uning oyoqlarini o'pdim. Men bu kishini va yo'ldoshlarini Mahkuga olib borish uchun tayyorlangan otlarga o'tirishlarini iltimos qildim. Yo'q, men o'z safarimni piyoda o'tkazishga ahd qilganman. Men shu tog'ning cho'qqisigacha borib, bu yerda sizning asiringiz bilan ko'rishaman, deb javob berdi u. Bu so'zlardan keyin Alixonning Hazrati Bobga nisbatan yanada hurmati oshib, Mulla Husaynni ul zot huzurlariga o'zi boshlab boradi. Nazoratchi Mulla Husaynning qal'ada qolishlariga ijozat beradi va Hazrati Bob shu yerda o'z do'stlari davrasida Navro'z bayramini nishonlaydilar. Bu esa ular uchun katta sharaf edi. Mulla Husayn Mahkuda bir necha kun bo'ladi. Keyin esa Hazrati Bob uning Mahkudan ketishini so'rab ogohlantiradilar. Sen ketgach, bir necha kundan keyin ular bizni boshqa joyga olib o'tishadi. Sen ko'zlagan manzilingga yetib borib ulgurmasingdan avval bizning Mahkudan chiqib ketganimiz haqidagi xabar senga yetib boradi. Bu bashorat tez kunda amalga oshadi. Vazir A'zam Hazrati Bobni Chehrik qal'asiga ko'chirish haqida buyruq chiqaradi. Vazir o'z ayg'oqchilari orqali nazoratchining Hazrati Bobga nisbatan hurmati oshganligi va mahbusning shart-sharoitlari yengillashtirilganligi haqida xabar topadi. Bu hol vazirni shunday bezovta qiladiki, u darhol chora ko'ra boshlaydi. 1848-yilning Navro'zidan 20 kun o'tgach, Hazrati Bob Mahku qal'asidan Chehrikka ko'chiriladilar. 10-fasl. Mulla Husaynning Mozandaronga va Tohiraning Xurosonga safarlari. Mulla Husayn Hazrati Bobning irodalariga binoan Mahkuni tark etib, Mozandaronga qarab yo'l oladi. U qaysi shahar va qaysi qishloqda to'xtamasin, Hazrati Bobning xabarlarini tarqatadi. U Tehronda yana Hazrati Baho'llohning huzurlarida bo'lish sharafiga muyassar bo'ladi va oldinda kutayotgan sinovlarni matonat bilan qarshi olishda unga madad bo'ladigan ruhiy quvvat oladi. Mulla Husayn Tehrondan Mozandaronga yo'l oladi. Bu paytda Quddus o'z tug'ilgan shahri Barfurushda otasining uyida bo'lib, mahalliy aholi undan juda ham mamnun va to'xtovsiz maqtashar edi. Mulla Husayn to'g'ri Quddusning uyiga keladi va Quddus uni xursandlik bilan kutib olib, mehmon o'zini xuddi o'z uyidagidek his qilish uchun hamma sharoitlarni yaratishga harakat qiladi. Mulla Husayn Barfurushda bo'lgan paytida Quddus bilan yaqinroq tanishib, uning turli mavzudagi asarlarni o'qish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu asarlar Mulla Husaynga Quddus martabasining alohida e'tiboriga loyiq ekanligini tushunib yetishga yordam beradi va u ushbu yigitga nisbatan itoatkorona va yuksak ehtirom ko'rsata boshlaydi. Odatda sharafli o'rin egallagan, hozirda esa Quddusga itoatkorona ta'zim etayotganligini ko'rgan Mulla Husaynning do'stlari uning Quddusga nisbatan bo'lgan munosabatining bu qadar o'zgarishidan hayratda qoladilar. Quddus Mulla Husayndan Mashhadga borib, u yerda dindorlar yig'ilib zuhur haqida suhbatlasha olishlari uchun
mos keladigan joy topishni iltimos qiladi. U tez orada Mulla Husaynga borib qo'shilishga va'da beradi. Mulla Husayn Quddusning iltimosini bajarishga muvaffaq bo'ladi. U Mashhadda imorat qurishning uddasidan chiqadi va bu uyga Bobiya, ya'ni Bobning uyi deb nom beradi. Bu bino hozirgi kunga qadar shu nom bilan ataladi. Qurilish ishlari tugallanishi bilanoq Quddus kelib Mulla Husaynga qo'shiladi. Tez orada Bobiya ko'plab dindorlar yig'ilib, yangi dinning ta'limoti haqida suhbatlashadigan va fikrlashadigan maskanga aylanadi. Quddus Xuroson viloyatida bo'lgan paytlarda Tohira Karbaloda faoliyat ko'rsata boshlaydi. Aynan shu yerda Tohira Hazrati Bobning hamma dindorlarning Xurosonga borishi lozimligini buyurilgan nomalarni oladi. Yangi zuhurni qabul qilgan Tohira Hazrati Bobni biror marta ham ko'rmay, o'zini ul zotning ta'limotlarini targ'ib etishga bag'ishlaydi. U axloqiy qadriyatlarning tubanlashib ketganligi va fisq-u fujurlarni fosh aylab, jamiyat hayotini yangilash lozimligi haqida qo'rqmasdan da'vat qilar edi. Tohira Karbaloda marhum Said Kozimning bevasini yangi zuhurning haqligiga ishontirib, uning yangi dinga iymon keltirishiga sababchi bo'ladi. Ushbu ayol va Tohira ajralmas dugonalar bo'lib qolishadi. Biroq bevaning bevaqt vafoti bu do'stlik rishtasini uzib ketadi. Tohiraning harakatlari tufayli Karbaloda yangi dinni qabul qilgan ko'plab odamlar orasida Shayx Solih ismli arab kishi ham bo'lib, Tohira uni maqtashdan tolmas edi. Hazrati Bobning nomalarini olgach, Tohira darhol Xurosonga jo'nashga tayyorlanadi. Karbalodan u avval Bag'dodga keladi. Unga ko'pgina do'stlar hamrohlik qilishadi va ular orasida Shayx Solih ham bor edi. Yo'lda u otasining choparini uchratadi. Otasi Tohiradan tug'ilgan shahriga kirib o'tishni iltimos qilgan edi. U noiloj rozi bo'ladi. Tohira ikki kishi, Shayx Solih va Mulla Ibrohim Gulpaygoniydan boshqa hamma hamrohlari bilan xayrlashib, Kazvinga qarab yo'l oladi. Tohira Kazvinga kelishi bilan uning o'zini otasi Mulla Toqiy va amakisidan keyin Erondagi eng katta ulamo deb hisoblaydigan eri unga qaytib kelishi talab qilingan xat yuboradi. Tohira uning xatiga bunday deb javob beradi: O'ziga bino qo'ygan va kibru havosi baland bu odamga ushbu so'zlarimni yetkazing. Agarda sen chindan ham mening sodiq erim va do'stim bo'lishni istaganingda edi, meni Karbaloda kutib olishga oshiqqan va Kazvingacha mening palankinimni piyoda kuzatib qo'ygan bo'lar eding. Agar biz birga safarga chiqqanimizda edi, men sen mubtalo bo'lgan g'aflat uyqusidan uyg'otgan va haqiqat yo'lini ko'rsatgan bo'lar edim. Ammo bunday bo'lishi taqdirga yozilmagan ekan. Bizning ayrilganimizga 3 yil bo'ldi. Na bu dunyoda, na narigi dunyoda hech qachon men sen bilan birga bo'la olmayman. Men seni bir umrga o'z hayotimdan o'chirib tashladim. Tohiraning eri va qaynotasi Mulla Toqiy bu xatdan darg'azab bo'lib, uni kufrda ayblab, malomatlar yog'dirishadi. Shu bilan birga ular Shayx Ahmad va Said Kozimning ham barcha izdoshlarini qoralaydilar va shundan so'ng ularning ta'sirlari ostida avom xalq bu ikki pokiza allomaning izdoshlarini ta'qib qila boshlaydilar. Ularni hammaga eshittirib haqoratlardilar, tajovuz qilardilar va kaltaklardilar. Shogirdlardan biri o'ziga va dindoshlarga bo'lgan bunday munosabatlarga chiday olmay, yolg'iz o'z bilganicha adolatni qaror toptirmoqchi bo'ladi. Bir kuni masjidda qulay imkoniyat tug'iladi. U Mulla Toqiyning yolg'iz qolishini kutib, unga xanjar bilan tashlanadi. Og'ir jarohatlangan Mulla Toqiy o'lim yoqasida edi. Bu hodisa shaharda katta g'alayonni keltirib chiqaradi. Odamlar kimdan sal shubhalansalar, ushlab kaltaklayverdilar. Begunoh odamlarning azoblanishiga sababchi bo'lib qolmaslik uchun qotil hokimga borib jinoyatini tan oladi va qamoqqa olinganlarni ozod qilishni so'raydi. Uni o'lim to'shagida yotgan Mulla Toqiyning oldiga olib boradilar va u o'limi oldidan uni taniydi. Ko'p o'tmay Mulla Toqiy olamdan o'tadi. Qotil qamoqqa olinadi. Lekin begunoh odamlar ozod qilinmaydi. Qotil esa keyinchalik qamoqdan qochib qutuladi.
Endi Tohira g'arazgo'ylar hujumining asosiy nishoniga aylanib qoladi. Uni qotillikka gishgishlashda ayblab, uning o'lim jazosiga hukm qilinishini talab qiladilar. Mulla Toqiyning tarafdorlari shu orada Shayx Solihni qotillikda ayblab, qamoqqa oladilar va Tehronga olib borib shafqatsizlarcha qatl qiladilar. U Eron zaminida din yo'lida qon to'kkanlarning birinchilaridan edi. Shayx Solih dor kursisiga jallod oldiga mardlarcha chiqadi va u bilan xuddi qadrdon do'stini uchratganday ko'rishadi. Bu voqealar o'sha paytda Tehronda yashayotgan Hazrat Bahoullohni ham chetlatmay o'tmaydi. Ul zotni ham hibsga oladilar, lekin bir necha kundan keyin qo'yib yuboradilar. Mulla Toqiy qarindosh urug'larning ulardan qasos olmasliklari haqida va'da berishlariga qaramay, Shayx Solihdan tashqari Hazrati Bobning yana bir necha izdoshlarini o'ldirishadi. Ba'zilarini shu qadar shafqatsizlik bilan o'ldirishib, jasadlarni tilka pora qilib sochib yuborishadiki, hatto ularning a'zolarini yig'ib ko'mishning ham iloji bo'lmaydi. Hokimiyatning loqaydlarcha hech qanday chora ko'rmaganligi g'arazgo'ylarni avjilantiradi. Endi ular Tohiraga nisbatan dahshatli jazo berish chorasini ko'ra boshlaydilar. Bundan xabar topgan Tohira eriga xat yozadi. Unda agar u o'zi qilayotgan ish haq ishi, agar u sajda qilayotgan Xudo yagona haq taolo bo'lsa, 9 kun o'tmasdan u ozod qilinib, erining hukmidan xalos qilinishini ma'lum qilgan edi. Roppa rosa 9 kundan keyin Hazrati Bahoulloh Tohirani yashirincha Kazvindan olib chiqib, Tehronga jo'natishga erishadilar. Tohiraning g'oyib bo'lganligidan ajablangan kazvinliklar uzoq yillar davomida Allohning Tohirani erining zulmidan xalos qilish haqidagi bashoratli so'zlarni eslab yurishadi. Bu voqeadan keyin ko'plar yangi dinni qabul qilishadi. Tohira Hazrati Bahoullohning uylarida bir necha kun bo'ladi. Hamma tayyorgarlik ishlari Hazrati Bahoulloh yordamlarida nihoyasiga yetgach, Tohira Xurosonga yo'l oladi. 11-fasl. Bedashtdagi kengash. Oilalari biror narsaga muhtoj bo'lmasligi uchun barcha chora-tadbirlarni ko'rganlardan keyin Hazrati Bahoulloh ham Tohiraning ortidan Xurosonga jo'nab ketadilar. Ul zot Xuroson viloyatidagi bir kichkina qishloqqa yetib kelganlarida Hazrati Bahoulloh bilan ko'rishish niyatida Mashhaddan kelgan Quddus ul zotni kutib oladi. Mulla Husayn bilan Quddusning da'vatlari xalqni oyoqqa turg'azgan va butun Xuroson ahli hayajondan to'lqinlanar edi. Qalblari oliyjanob tuyg'ulardan uyg'ongan kishilar dinni qabul qilishardi. Ammo yangi ta'limotdan g'azab va nafratlanganlar ham bor edi. Bu muttaasib johil kishilar Mulla Husayn, Quddus va Hazrati Bobning boshqa izdoshlarini yo'q qilish va jazolash ishtiyoqida yonar edilar. Bunday g'arazli kishilar ta'sirida hokimiyat Mulla Husaynning faoliyatini taqiqlashga urinadi. Mulla Husaynning xizmatkorini hibsga olib, burnini teshadilar va arqon o'tkazib, ko'chama-ko'cha olib yuradilar. Bu mudhish voqealar vaziyatni yanada murakkablashtiradi. Qonun va tartib xavf ostida qoladi. Oqibatda Mulla Husaynga shohning o'g'li bo'lmish viloyat hokimining qarorgohiga yetib kelish buyuriladi. Shahzoda Mulla Husaynni juda hurmat qilar edi. Shu sababdan u o'z chodirini mullaning ixtiyoriga topshirib, uni samimiy qabul qiladi. Mulla Husayn shahzodaning oldiga jo'nashi bilanoq, Quddus hayot harflarining biri hamrohligida Mashhadni tark etib, Bedasht deb ataladigan qishloqqa yo'l oladi. U yerda ko'pgina odamlar to'plangan edi. Quddus bilan uning hamrohi ular o'z dindoshlari ekanligini darrov taniy oladilar. Tez orada yig'ilganlarga Hazrati Bahoulloh ham kelib qo'shiladilar. Ul zot Bedashtga kelgach, 3 ta qo'rg'onni ijaraga oladilar. Ulardan biri Tohira va uning xizmatkoriga mo'ljallangan edi. Bedashtda to'planganlarning soni 81 kishi edi. Hazrati Bahoulloh bu kengash qatnashchilarining har biriga yangi ism beradilar. Aynan mana shu yerda Quddus o'z ismini oladi. Xuddi shu yerda Qurratul Aynga Tohira nomi beriladi. Bundan buyog'iga Hazrati Bahoullohning o'zlari ham shu ism bilan taniladilar. Hazrati Bob qatnashchilarining har biriga lavh bag'ishlaydilar va bu lavhlarda ularni yangi ismlar bilan ataydilar.
Keyinchalik ba'zi dindorlar Hazrati Bobga o'tmish urf-odatlarni me'yordan ortiq dadil rad qilayotganligi uchun Tohiradan shikoyat qilganlarida, Hazrati Bob qudrat va shuhrat zaboni Tohira deb atalgan ayol borasida "Men yana nima deyishim mumkin?" deb javob beradilar. Aynan mana shu unutilmas kengashda zamonning yangi qonunlari qabul qilinib, o'tmish odatlari bekor qilingan edi. Shu yerda Tohira o'z paranjisini olib tashlab, birinchi marta hamrohlari oldida ochiq yuz bilan hozir bo'ladi. Tohira dovdirab qolgan dindoshlarga Qur'on oyatlaridek jaranglovchi so'zlar bilan murojaat qilib, eski qonunlar bekor qilinadigan yangi zamon kelganini e'lon qiladi. Bunday keskin o'zgarishga hamma ham tayyor emas edi. Ba'zilar norozilik bildira boshlaydilar. Ammo Hazrati Baho'llohning arashuvlari tufayli tomonlar o'rtasida tinchlik o'rnatiladi. Bu tarixiy uchrashuvdan ko'zlangan maqsad amalga oshadi. Kengashda yangi dunyoviy tartibotni o'rnatish zamoni kelganini e'lon qilinadi. Yangi ahd asosiga poydevor bo'ladigan muhim qonun va amirlarning joriy qilinishiga qo'l uriladi. Kengash 22 kun davom etadi. Keyin do'stlar xayrlashib, Mozandaronga qarab yo'l oladilar. Ularning safarlari paytida kichik bir tartibsizliklar yuz beradiki, ular to'g'risida Muhammadshohga bo'rtirib xabar yetkazishadi. Shunga asoslanib, Muhammadshoh Mozandarondagi o'g'liga Hazrati Baho'llohni hibsga olib, qatl etish uchun ul zotni Tehronga jo'natishni buyuradi. Ammo shahzoda Hazrati Baho'llohni hibsga olishga ulgurmay turib, Mozandaronda shohning o'lganligi to'g'risida xabar keladi va hibsga olish haqidagi buyruq o'z kuchini yo'qotadi. Bu orada Quddus Sari nomli shaharchada yovlar qo'liga tushib, shu shahar bosh mushtahidining uyida tutqunlikda saqlanar edi. 12 fasl. Hazrati Bobning Chehrik qal'asidagi tutqunliklari. Vazir Azamning farmoyishiga ko'ra, Hazrati Bobni Mahkudan Chehrik qal'asiga shohning qaynog'asi bo'lmish Yahyo xonning nazorati ostiga ko'chiradilar. Yahyo xonga Mahkudagi nazoratchi Alixondan o'rnak olmasdan, Hazrati Bobni tashqi muhitdan mutlaqo ajratilgan holda qo'riqlash lozimligini aniq tushuntiradilar. Bunday buyruqlarga qaramay, Yahyo xon ham Hazrati Bob shaxsiyatlarining maftunkorligi ta'siriga tushib qoladi va tez orada Vazir Azamning farmoyishlariga rioya qila olmasligini tushunib yetadi. Unda Hazrati Bobga nisbatan otashin mehr-muhabbat paydo bo'ladi va kimki ul zot bilan uchrashish istagini bildirmasin, hech biriga rad javobini bermaydi. Hazrati Bobni ko'rish uchun keladigan odamlar soni juda ko'p bo'lganligi sababli ularni qal'a yaqinidagi 1 soatlik yo'l masofasida joylashgan qishloqqa joylash lozim bo'lib qoladi. Hazrati Bob uchun oziq-ovqat ham ana shu qishloqdan sotib olinar edi. Bir kun Hazrati Bob o'zlari uchun ozroq asal sotib olib kelishlarini so'raydilar. Asal uchun qancha haq to'langanini eshitgach, ul zot uning narxini haddan ziyod qimmat deb bilib, uni olishni istamaydilar va bu holni boshqalarni aldash gunoh bo'lganidek, odam o'zini ham aldashga yo'l qo'ymasligi kerak deb izohlaydilar. Hazrati Bob xizmatkordan bu asalni qaytarib, boshqa adolatli narxdagisini sotib olib kelishni so'raydilar. Hazrati Bob Chehrikda asirlik paytlarida ko'pgina din ulamolari va hukumat amaldorlari yangi dinga iymon keltiradilar. Ular orasida Mirzo Asadulla degan kimsa ham bo'lib, keyinchalik Hazrati Bob unga doyon deb nom beradilar. Adabiyot ilmining taniqli bilimdoni bo'lgan bu kishi avvaliga Hazrati Bob va ul zotning ta'limotlariga qarshi chiqqan edi. Bir kuni tunda Mirzo Asadulla tush ko'radi va bu haqida hech kimga og'iz ochmaydi. U Qur'ondan 2 oyatni ko'ngliga tugib, Hazrati Bobga bunday xat yozadi: Men 3 narsani o'ylab qo'ydim. Bu nimalar ekanini topib berishingizni sizdan so'rayman. Oradan bir necha kun o'tgach, Mirzo Asadulla Hazrati Bob o'z qo'llari bilan yozgan maktubni oladi. Unda doyonning tushi tasvirlangan va uning ta'biri berilgan edi. Hatto u diliga tukkan o'sha 2 oyat ham ko'chirma tarzida keltirilgan edi. Bu maktub doyonni hech ikkilanmay dinni qabul qilishga undaydi va u Hazrati Bob bilan uchrashish niyatida
Chehrik qal'asiga shoshilinch otlanadi. Doyon bu uchrashuv paytida iymonini yana ham mustahkamlab, umrining oxirigacha dinga sodiq qoladi. Doyon bir risola yozib, unda Hazrati Bob vazifalarining haqligini isbotlaydi. Hazrati Bob ham unga alohida lavh bag'ishlaydilar. Keyinchalik Hazrati Bahoulloh bu lavhga tafsir beradilar. Ul zot bu tafsirda Hazrati Bob o'zlarini e'lon qilganlaridan keyin 19 yil o'tgach, Allohning masxari zohir bo'lishini bashorat qilganliklarini isbot qiladilar. Hazrati Bob o'shandayoq bu sirni oshkor qilgan edilar. Ammo uni hech kim tushunib yeta olmagan edi. Keyinchalik faqat Hazrati Bahoullohgina undagi sirlarni ayon qila oldilar. Doyonning dinga kirib, o'z amali vazifalariga sovuqqonlik bilan qaray boshlaganidan norozi bo'lgan otasi vaziri a'zamga o'g'lining ustidan shikoyat qiladi. Shunga o'xshash voqea hindistonlik Navvob bilan ham sodir bo'ladi. U karomatli tush ko'rib, o'zining olis yurtidan Eronga keladi. U ko'pincha o'z hikoyasini takrorlar edi. Men o'sha paytlarda Hindistonda Navvob deb ataladigan yuqori lavozimni egallar edim. Bir kuni Hazrati Bob tushimga kirdilar. Ul zot birgina nigohlari bilan qalbimni rom etdilar. Men ul zotning ortlaridan ergashmoqchi bo'lib o'rnimdan turgan edim. Ul zot mening ko'zlarimga tik boqib shunday dedilar: "Hashamatli libosingni yech. Ona yurtingni tashlab, men bilan Ozarbayjonda ko'rishish uchun uzoq yo'lni yayov bosib o't. Yuraging nimani istagan bo'lsa, Chehrikda bajo bo'ladi." Men ul zotning aytganlariga amal qilib, o'z maqsadimga yetdim. Bu hokimning darveshlik libosini kiyganligi haqidagi xabar Tehrongacha yetib boradi. Bu voqea Hazrati Bobning ta'sirlari tobora oshib borayotganligidan dalolat berar edi. Bunga to'sqinlik qilish maqsadida Hazrati Bobni Tabrizga ko'chirish haqidagi buyruq beriladi. Hazrati Bob haqlarida eshitib, ul zotning huzurlarida paydo bo'lishni orzu qilgan kishilar orasida Anis deb atalgan yigitcha ham bor ediki, uning asli ismi Muhammad Ali Zunuzi bo'lib, u o'zini Hazrati Bobning yo'llarida qurbon qilishni istar edi. Anis Hazrati Bob bilan Chehrikda, keyinroq esa Tabrizda uchrashmoqchi bo'lganida, o'gay otasi bundan xabardor bo'ladi va uydan ketishiga yo'l qo'ymay, ustidan qulflab qo'ygan bo'ladi. Shu orada Hazrati Bob bilan Mahkuda birga bo'lgan Anisning qarindoshi Shayx Hasan Zunuzi ustozning topshirig'ini bajarish uchun Tabrizga keladi. Hazrati Bob Mahku bilan Chehrikda yozilgan barcha lavhlarning hammasini to'plab, ularni Tabrizdagi bir dindorga saqlash uchun topshirishni buyurgan edilar. Hasan Zunuzi Tabrizga kelganidan foydalanib, qarindoshi bilan ko'rishadi. Shayx Anisni ko'rishi bilanoq uning nimadandir qattiq azor chekayotganini sezadi. Uning ko'zlari to'la yosh edi. Shu tarzda bir necha kun o'tadi. Ammo Hazrati Bobning Tabrizdan qayta Chehrikka jo'natilganliklari haqidagi xabar kelgach, Shayx Anisning yuzida tabassum paydo bo'lganini ko'radi. Yigit xursandchiligining sababini Shayx Hasanga aytib, unga ko'nglini ochadi. U uyda qamalib o'tirganida yuragini ezgan ma'yusliklardan xalos qilishni Hazrati Bobdan sidqi dildan so'rab iltijo etadi. Anis achchiq ko'z yoshlar to'kib, kuchli hayajonlanganidan hushidan ketadi. Birdaniga u uni chaqirayotgan Hazrati Bobning ovozlarini eshitadi va ro'parasida bor ulug'vorligida paydo bo'lgan Hazrati Bobning o'zlarini ko'radi. Hazrati Bob Anisga shunday so'zlar bilan murojaat qiladilar: "Shodon bo'l. Shunday soat yaqinlashib kelmoqdaki, bu shaharda meni xaloyiq ko'z o'ngida bog'lab tashlashadi va men dushmanlar o'qidan yiqilaman. Men o'zim bilan birga shahidlik jomini ichishga tanlaydigan yagona inson sensan. Iymoning komil bo'lsinki, men aytgan so'zlar ro'yobga chiqadi." Yigitcha hushiga kelib, o'zini bag'oyat baxtli sezadi, chunki u Hazrati Bobning va'dalari tez orada amalga oshishini bilar edi. Bu voqeadan keyin Anis Hazrati Bob bilan uchrashish istagi haqida gapirib, o'gay otasining kayfiyatini buzmaslikka qaror qiladi va tezda unga uydan chiqishga ham ruxsat beriladi. U do'stlari va qarindosh urug'lari bilan nihoyatda oliyjanob munosabatda edi. U o'z hayotini mahbub yo'lida qurbon qilgan kuni barcha tabrizliklar yig'lab unga motam tutadilar.
Buyruqqa binoan Hazrati Bob soqchilar nazorati ostida Tabrizga jo'natilgan edilar. Tabriz yo'lidagi Urmiya shahri orqali yurishga qaror qilinadi. Bu yerda Hazrati Bobni shahar hokimi Shahzoda katta hurmat bilan qabul qiladi. Shahzoda Hazrati Bob to'g'rilarida juda ko'p eshitgan bo'lib, u Hazrati Bobning mardliklarini sinab ko'rmoqchi bo'ladi. Shu maqsadda Hazrati Bob hammomga tushish istagini bildirganlarida Shahzoda soqchiga eng abjir chavandozlarni ham ustidan bir necha bor uloqtirib yuborgan asov otni Hazrati Bob uchun egarlab kelishini buyuradi. Soqchi bu haqda Hazrati Bobni ogohlantiradi, ammo ul zot unga farmoyishni bajarishni buyuradilar. Bundan xabar topgan aholi Hazrati Bob bilan nima sodir bo'lishini ko'rishga shoshiladi. Otni Hazrati Bobning oldilariga olib kelganlarida ul zot otni jilovidan ushlab, mehr bilan siypalaydilar-u, sakrab ustiga minadilar. Ot chavandozning bo'ysundirguvchi qudratini sezganday joyidan qimirlamaydi. Olomon ichidagi sodda odamlar uchun bu hol mo'jiza bo'lib ko'rinadi. Ko'plar darrov o'zlarining Hazrati Bobga iymon keltirganliklarini e'lon qiladilar. Ammo Hazrati Bob Qur'ondan "Seningcha biz ishonamiz degan odamlarni o'z holiga qo'yish va sinamaslik kerakmi?" degan oyatlarni zikr qiladilar. O'zlarining Hazrati Bobning dinlarini qabul qilganliklarini zavq bilan baralla e'lon qilganlarning ozchiligi, sinovlar soati kelganda uning amriga sodiq qolganliklari bu aytilgan oyatning qanchalik haqiqat ekanligini tasdiqlaydi. Hazrati Bob Tabrizga yetib kelganlarida atroflariga odamlar to'planishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida ul zotni shahar darvozasidan tashqariga joylashtiradilar. Shaharda eng oliy ulamolar yig'ini chaqiriladi. Bundan maqsad Hazrati Bobni keyinchalik Nasriddin shoh bo'lgan Shahzoda Nasriddin Mirzoning huzurlarida sinovdan o'tkazib, ul zotning ta'sirlariga chek qo'yish edi. Yig'ilishga shahar mushtahidi va Said Kozimning shogirdlaridan Mulla Muhammad Mamakoni raislik qiladi. Hazrati Bob yig'ilishga kelib, Shahzodaning joyidan boshqa hamma joylar band ekanligini ko'rib, hech ikkilanmay Shahzodaning joyiga borib o'tiradilar. Ul zotning yurish-turishlari va nigohlaridagi ulug'vorlik va qudrat alomatlari ba'zi e'tiroz bildirmoqchi bo'lganlarni jim bo'lishga majbur qiladi. Sukunatni ulamolar peshqadami buzib so'raydi: "Siz o'zingizni kim deb hisoblaysiz va siz qanday noma olib keldingiz?" "Menman, menman" deya xitob qiladilar Hazrati Bob. "Va'da qilingan. Men o'sha sizlar 1000 yillar davomida nomini aytib chaqirayotgan, o'sha nomini zikr qilganda sizlar o'rningizdan turgan, uning zuhur soatini yaqinlashtirishni so'rab Allohga munojot qilgan, sizlar zohir bo'lishini ko'rish ishtiyoqida yongan zotman. Men haq aytadurman. Mag'ribdan mashriqqacha bo'lgan barcha xalqlar mening kalomimga bo'ysunishlari va menga sadoqatli qasamyod qilishlari lozim." Bunga javob berishga jur'at etgan birdan bir kishi Mulla Muhammad Mamakoni bo'ladi. Bir paytlar bu odamning nosamimiyligi va g'arazgo'yligi ustozi marhum Said Kozimni ko'z yosh to'kishgacha olib borgan edi. Mulla Muhammad Hazrati Bobga ta'na toshlarini yog'dirib dedi: "Jim bo'l, iblisning buzuq va jirkanch izdoshi." Ammo Hazrati Bob o'z ta'kidlarida qat'iy turadilar. Bosh ulamo Hazrati Bob bilan ochiqchasiga bahslashish lozim degan qarorga keladi. U Hazrati Bobga bunday dadil ta'kidga darhol ishonish qiyinligini va bu dalil talab qilinishini aytadi. Hazrati Bob 2 kecha-yu kunduzda butun Qur'onda qancha bo'lsa, shunga barobar oyat yozib ko'rsatishga rozi bo'ladilar. Shunda jamoa boshlig'i ul zotdan Shahzoda va ulamolar o'zlari baholay olishlari uchun Qur'on vaznida yozilgan oyatlardan o'qib berishni so'raydi. Hazrati Bob darhol rozi bo'ladilar. Ammo endigina birinchi oyatni o'qiy boshlagan edilar. Mulla Muhammad grammatik qonunlar buzilganligini o'qtirib, ul zotning so'zlarini bo'ladi. Hazrati Bob Qur'onning o'zida ham oddiy tilning uslub va qoidalari saqlamaganligini tushuntirib, Allohning bandalari Allohning kalomini qiroat qilayotgan zotni o'rgatishga jur'at qila olmasliklarini aytadilar. Keyin Hazrati Bob
o'sha oyatlarni yana takrorladilar. Ammo mulla Muhammad ul zotning so'zlarini yana bo'ladi. Bunga javoban Hazrati Bob Qur'ondan ushbu oyatlarni o'qiydilar. Qodir Allohning shuhrati unga aytilganidan uzoqroq bo'lsin va uning elchilariga tinchlik bo'lsin. Olamlar xoqoni Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Shundan so'ng Hazrati Bob o'rinlaridan turadilar-da, yig'ilishni tark etadilar. Jamoa boshlig'i yig'ilishning bunday yakunlanganidan juda norozi bo'lib xitob qiladi. Tabriz aholisining bunday beodobligi qanday sharmandalik! Ammo mulla Muhammad bor ovozi bilan Hazrati Bobni qoralashdan to'xtamaydi. Oxir oqibat hukumat rahbarlari notinchlanib, Hazrati Bobni tovonlariga kaltak bilan urish yo'li bilan jazolashga qaror qiladilar. Ruhoniylardan biri shaxsan bu jazoni amalga oshirish istagini bildiradi va Hazrati Bobning tovonlariga 11 marta kaltak uradi. Bu odam shu yilning o'zidayoq shol bo'lib qolib, dahshatli azob ichida o'ladi. Hazrati Bobni Tabrizdan qaytarib, yana Chehrikka olib boradilar. Ul zot o'sha yerda vazir A'zamning xulqi va qilg'iliklarini qahr bilan beomon fosh qilib asar yozadilar. Bu keng yozilgan noma vazir A'zamga yetkazilishi uchun shaxsan hujjatga topshiriladi. 13-fasl. Shayx Tobarsi istehkomi. Bahoiy dini tarixining ilk bosqichlaridagi eng qayg'uli bo'limlardan birida Mozandarondagi g'alayonlar va shu viloyatdagi Tobarsi istehkomida ko'plab dindorlarning qahramonona va shahidlarcha halok bo'lganlar haqida hikoya qilinadi. Mozandarondagi va Shayx Tobarsi istehkomidagi voqealar paytida hamda Nayris va Zinjonda bo'lib o'tgan g'alayonlar vaqtida Hazrati Bobning izdoshlari ajoyib mardlik ko'rsatadilar. Ilojsizlikkacha olib borilgan bobiylar quvayotgan olomondan yashirinish uchun uy-joylarini tashlab, mudofaa inshootlarini barpo etadilar. Agar ular o'zlarining din yo'lida quvg'in qilinmasliklariga amin bo'lganlarda edi, shodlik bilan osuda hayotlariga qaytgan bo'lardilar. Bu insonlar iloji boricha zo'ravonlikni chetlab o'tishga harakat qilardilar. Ular hujum qilishmas, faqatgina o'zlarini himoya qilishar edi. Vazir Mirzo Toqiyxon shohdan hech bir ko'rsatma yoki buyruq olmasdan turib, Hazrati Bobga iymon keltirganlarni jazolash haqida farmoyish beradi. Islom peshvolari minbardan turib olomonni gijgijlardilar. Ko'plar, hatto hukumat amaldorlari ham o'ldirilgan dindorlarning mol-mulkiga ega bo'lish ilinjida xursand edilar. Hammani qanday qilib bo'lmasin, bu odamlarni qirib tashlash istagi egallab olgan edi. O'sha olis yillarda dastlabki dindorlar Hazrati Bob ta'limotlaridagi ko'pgina qoidalarning chuqur ma'nosiga tushunib yetmaganliklari tufayli o'zlarining barcha vazifalarini yaxshi bilmas edilar. Ular hali ko'p masalalarda eski qonun va odatlarga amal qilardilar. Baxtga qarshi bu odamlar Hazrati Bobdan maslahat olib, o'zlarini qanday tutishlari kerakligini bilish uchun ul zot bilan uchrasha olmasdilar. Dindorlar ozchilikni tashkil etgan joylarda ularni shundaygina ushlab, qiynab o'ldirardilar. Dindorlar jamoasi katta bo'lgan joylarda esa ular eski tasavvurlardan kelib chiqib, o'zlarini qurol bilan himoya qilardilar. Oradan bir necha yil o'tgach, Hazrati Bahoulloh o'z zimmalaridagi ilohiy vazifani e'lon qilganlaridan keyin, ul zot yangi zuhurda bunday murakkab vaziyatlarda dindorlar o'zlarini qanday tutishlari lozimligi haqidagi yangi qonunlarni izohlab, bunday deydilar: odam o'ldirgandan ko'ra o'ldirilgan bo'lish afzalroq. Shayx Tobarsi istehkomi shahidlari va Mulla Husaynning o'limi tafsilotlarini bayon qilguvchi qissa juda ham fojiali. Mulla Husaynga Shahzoda hokimning Mashhaddagi qarorgohini tark etishga ruxsat beriladi. U Mashhaddan Karbaloga jo'nayotgan paytida unga Hazrati Bobning yashil sallalari va maktublarini yetkazishadi. Bu xatda Hazrati Bob Mulla Husayndan o'zlarining sallalarini qabul qilishni va Quddusga yordam berish uchun Mozandaronga borishni so'ragan edilar. Mulla Husayn bu topshiriqqa darhol amal qiladi. U bilan birga yana bir guruh tarafdorlari ham Mozandaronga yo'l olishadi. Yo'lda ularga yana bir necha dindorlar kelib qo'shiladilar. Ular orasida Bahoiy dinining bo'lajak qahramoni Ba'dining otasi ham bor edi. U bir necha feruza qonlari sohibining oilasiga mansub bo'lib,
Alloh yo'lini tanlab, uyini ham, bor mulkini ham tashlab ketadi. Mulla Husayn o'z hamsafarlariga kimki din yo'lida o'z hayotini qurbon qilishga tayyor bo'lmasa, uni tark etishlari lozimligini to'xtamay ta'kidlar edi. Dindorlar barfurushga yetganlarida shahar mushtahidi gijgijlashidan g'azabga mingan olomon Mulla Husayn boshchiligida kelayotgan odamlarga tashlanish uchun shahardan chiqa boshlaydilar. Olomon miltiq va qilichlar bilan qurollangan edi. Mulla Husayn o'z yo'ldoshlarini qilich yalang'ochlashlariga ruxsat bermaydi. Ammo barfurush ahli jaholatda hech bir sababsiz yo'lovchilarga o'q otib, bir necha kishini o'ldirganlaridan keyin bu mard kishilar ham o'zlarini himoya qilib, hujumni qaytarishdan boshqa ilojlari qolmaydi. Mulla Husayn o'z o'rtoqlaridan birini otib o'ldirgan bosqinchilardan birining ortidan quvib ketadi. Yov daraxt ortiga yashirinib, o'q uza boshlaydi. Mulla Husayn yalang'ochlangan qilich bilan ot choptirib oldinga tashlanadi va bir zarba bilan daraxt tanasini ham, miltiq qo'ndog'ini ham, dushman tanasini ham ikkiga bo'lib tashlaydi. Bu voqea hammani larzaga soladi. Aytishlaricha, Quddus bu voqeani eshitib Qur'ondan "Shunday qilib ularni sen emas, Alloh o'ldirdi. Bu nayza seniki emas, Allohniki" degan oyatlarni o'qigan ekan. Bu voqeaning shohidlari uni Nabilga bir necha bor hikoya qilib berishgan edi. Shu jumladan Ba'dining otasi ham. Shubhasiz, Mirzo Toqiyxon qurollangan askarlarning 20-30 bobiylarga bas kela olmaganligidan achchiqlanib, taxt vorisi shahzodaga xat yozib, muvaffaqiyatsizlikka uchragani uchun ta'na qiladi. Mirzo Toqiyxon bobiylarni jazolash unchalik qiyin ish emas deb o'ylar edi. Shahzoda ishonchli odamlarning aytishiga ko'ra, shu paytgacha qo'lida qilich ushlamagan dushmanning kuch-qudratini ko'rsatish maqsadida vazirga ikkiga bo'lingan miltiqni yuborishni o'rinli deb topadi. Bu g'ayrioddiy kuch va chaqqonlikning ovozasi uzoq-uzoqlarga yetib boradi. Hatto Eronning turli burchaklarida yashovchi shoirlar Mulla Husaynning sha'niga ilhombaxsh she'rlar yozadilar. Ularning she'rlari bu mashhur voqeani abadiylashtirib, dinning tarqalishiga yordam beradi. Barfurush aholisi Mulla Husayn safdoshlarining hujumidan esankirab qochayotgan paytda, u atrofida g'izillab uchayotgan o'qlarga parvo qilmay, shaharga yo'l oladi. U to'ppa-to'g'ri jamoa bosh mushtahidining uyiga kelib, baralla ovoz bilan yuzma-yuz ko'rishishni, shahar ahlini o'ziga va hamrohlariga qarshi gijgijlashni bas qilishni taklif qilib, uni chaqiradi. Mushtahid uydan chiqishdan bosh tortadi va javob bermaydi. Shahar aholisi esa tinchlik so'rab, yolvorib, Mulla Husayn va uning hamrohlarini bezovta qilmaslikka va'da beradilar. Ammo ular va'dalarini buzadilar. Ertasi kuniyoq uyqudan turib, bomdod namoziga yig'layotgan paytlarida yana hujum bo'lib, 3 kishi o'ldiriladi. Bu safar ham Mulla Husayn hamrohlariga himoyalanishni buyurib, "Otlarga mining, ey Alloh qahramonlari" degan xitob bilan ularni xiyonatkor dushman ustiga boshlab, dushmanni parokanda qiladi. Bu to'qnashuvdan tashqari, yo'l davomida ko'pgina shunga o'xshash hodisalar sodir bo'ladi. Nihoyat dindorlar Shayx Tobarsi maqbarasiga yetib keladilar. Ularning kelishlari arafasidagi tunda maqbara noziri tush ko'radiki, go'yo tushida Muhammad payg'ambarning nabiralari Imom Husayn, 72 sarbozlari va ko'pgina hamrohlari bilan Shayx Tobarsi maqbarasiga kelganlar. Ziyoratchilar maqbarada qolib, qahramona jang qilganlar va hamma janglarda g'alabaga erishganlar. Bir kuni tunda esa bu mo'tabar mehmonlar davrasiga Muhammad payg'ambarning o'zlari ham kelib qo'shilganlar. Bu tushning ertasiga maqbaraga Mulla Husayn kelganida, nozir uning siymosida tushida ko'rgan odamni tanib, oyog'iga yiqiladi. U mehmonlarni chin ko'ngildan qabul qiladi. Nozirning tushini eshitgan Mulla Husayn, "Sen ko'rgan narsalar o'ngidan keladi. Sen bu mashhur voqealarni o'z ko'zing bilan ko'rasan", deb javob beradi. Keyinchalik bu inson ham maqbaraning himoyachilari bilan birga shahidlik o'limini qabul qiladi. Mulla Husayn kelishlari bilanoq maqbara atrofiga istehkom qurishni buyuradi. Qurilish davomida qilich va miltiqlar bilan qurollangan yaqin atrofdagi qishloqlar aholisi Mulla Husayn va uning hamrohlariga hujum qilib, tinchlik bermas edilar. Bunday hamlalarni dindorlar doim qaytarib turardilar.
Va bu hamlalarga qaramasdan ular istehkom nihoyasiga yetgunga qadar ishlarni davom ettirdilar. Qurilish tugallanishi bilanoq yaqin qishloqqa Hazrati Bahoulloh yetib kelganlari haqida xabar keladi. Bu qishloqning egasi Mulla Husaynni juda hurmat qilar edi. Hazrati Bahoulloh Shayx Tobarsi istehkomdagi o'z safdoshlari bilan ertasi kuni uchrashlariga qaror qilinadi. Shu kuni dindorlar o'rtasida ajoyib jonlanish hukm suradi. Ular Hazrati Bahoullohni kutib olishga tayyorgarlik ko'rishar edi. Hazrati Bahoulloh kelganlarida Mulla Husayn ul zotni izzat, ikrom va samimiylik bilan kutib oladi. U Hazrati Bahoullohning dunyoga qanday oliy vazifani ado etish uchun kelganlarini sezar va ul zotni ko'rishi bilan shunday shuhratga tushar ediki, xuddi dunyodagi boshqa hamma narsani unutib yuborganday tuyular edi. Istehkomda bo'lgan paytlarida Hazrati Bahoulloh Mulla Husaynga qamoqda yotgan Quddusni ozod qilishi talabi bilan 7 kishidan iborat vakilni Soriga jo'natishni buyuradilar. Allohning qahridan qo'rqish, uning qasosi haqligining vahimasi soqchini hech o'ylab o'tirmay mahbusni ozod qilishga majbur etadi, deya Hazrati Bahoulloh Mulla Husaynni ishontiradilar. Hazrati Bahoulloh ushbu istehkomda Quddusning nozir bo'lishi zarurligini his qilar edilar. Ul zot dindorlarni Qodir Allohning irodasiga tavakkal qilishga chaqirib, o'zlari Tehronga qarab yo'l oladilar. Mulla Husayn Hazrati Bahoullohning barcha topshiriqlarini bajaradi. Ul zot bashorat qilganlaridek, Quddusni qamoqdan qo'yib yuborib, Soridan Shayx Tobarsi istehkomiga borishga ruxsat berishadi. Quddusni ko'tarinki ruh bilan kutib oladilar. Hamma Mulla Husayndan ibrat olgan holda Quddusga chuqur hurmat bilan munosabatda bo'ladi. Quddus Mulla Husayndan istehkomdagi dindorlarni sanab chiqishni iltimos qiladi. Mulla Husayn istehkomdagi dindorlar hammasi bo'lib 312 kishi ekanligini aniqlaydi. U Quddusga endigina bu to'g'rida aytmoqchi bo'lib turgan ham ediki, istehkomga noma'lum bir yigit otilganicha kirib kelib, o'zini dindorlar safiga qabul qilishlarini hamda amr yo'lida o'z hayotini qurbon qilish uchun istehkomda qolishlarini so'rab yolvoradi. Quddusga dindorlar hisobi 313 kishiga yetganini aytishganida, u payg'ambarning va'da qilingan elchi haqidagi aytganlari albatta amalga oshishi kerak deb javob beradi. O'sha kunlarda Quddus tez-tez dindorlarni yig'ib, ularga Hazrati Bobning oyatlarini qiroat bilan o'qib, so'ng sharhlab berardi. U Hazrati Bobga to'xtamay hamd va sanolar aytib, "Mening ko'nglim sening xayoling ila tutashdi" deya xitob qilardi. Gohida u Qur'ondan biror surani o'qib berishini hamrohlaridan iltimos qilar edi. Bir kuni mutolaa paytida Qur'ondan quyidagi oyatlar zikr qilinadi. Shubhasiz, biz seni qo'rquv va ochlik, boyligingni, chorvangni va hosilingni yo'qotish ila sinadik. Ammo ehtiromni sabr etganga ayla. Quddus bu oyat aslida boshiga barcha kulfatlar tushgan Ayub haqlarida aytilganini, ammo bugungi kunda bu oyatlar o'zlariga ham tegishliligini, chunki ular ham shunday sinovlar arafasida turganliklarini aytadi. Oldindan Mulla Husayn va uning hamrohlariga qarshi chiqishga da'vat etgan Barfurush Mushtahidi bu paytlarda o'zining makkorona qilmishlarini davom ettirayotgan va hatto Eron shohiga xat yozib, dindorlar shohga qarshi qo'zg'olon ko'tarishi uchun tayyorgarlik ko'rishayotgani, agar ularning bu rejalarini buzib, ularni qirib tashlamasa, butun Eron bo'ylab shoh hukumatiga qarshi qo'zg'olon ko'tarilishi mumkinligi haqidagi mubolag'alarni yetkazadi. Yosh va tajribasiz shoh bu maslahatlarga amal qiladi. Ko'p o'tmay harbiy qo'shinlarga Hazrati Bobning izdoshlarini yo'q qilib tashlash haqida buyruq beriladi. Hukumatning yaxshi qurollangan harbiy qo'shini Shayx Tobarsi istehkomini qurshovga oladi. Qamaldagilar non va suv topib kelishi uchun qal'adan chiqishlarining iloji qolmaydi. Quddus dindorlarga qal'adan chiqishni taqiqlab qo'yadi. Nonning yo'qligiga bir iloj qilib chidasa bo'ladi. Ammo suv tugagandan keyin holimiz nima kechadi, deya shikoyat qiladi dindorlardan biri. Istehkom tepaligidan turib dushmanni kuzatayotgan Quddus unga qarab, "Suvning yo'qligi biz uchun katta sinov. Xudo xohlasa, bugun kechasi dushmanimiz kuchli qorbo'ronga aylanuvchi selga uchraydi. Bu hol dushman tayyorlayotgan hujumni qaytarishimizga yordam beradi", deb javob beradi. Ayni o'sha kuni tunda
birdaniga kuchli jala quyib, dushmanning ko'p miqdordagi o'q dorisi nam tortadi. Istehkomdagi dindorlar esa ko'p muddatga yetadigan yomg'ir suvini g'amlab oladilar. Ertasi kuni ikki tomon o'rtasida to'qnashuvlar bo'lib o'tadi. Quddus, Mulla Husayn va ularning birodarlari qal'a darvozasidan yo sohib ul zamon deya nido qilib chiqishlar bilan hukumat qo'shini askarlari karaxt bo'lib qoladilar. Hazrati Bobning jasur va qo'rqmas izdoshlarining bu nidosi dushman yuragiga dahshat soladi va qamaldagi dindorlarning uncha katta bo'lmagan guruhi qiyinchiliksiz dushman qo'shinini tarqatib yuboradi. Quddus istehkomga qaytib, hamrohlaridan ham shuni talab qilib, jangni davom ettirishning keragi yo'q. Bizning maqsadimiz o'zimizni himoya qilish, toki biz insoniyatning qayta tirilishi yo'lida mehnat qila olaylik. Biz kim bo'lishidan qat'iy nazar hech kimga ozor berishni istamaymiz. Hozir biz qilgan ishlar Qodir Allohning qudratidan yetarli shahodat beradi. Biz uning bir hovuch bandalari, uning marhamati va madadi bilan puxta tayyorlangan va tashkillangan dushman qo'shinlaridan ustun keldik, deydi. Dindorlarga jang maydonidan qilich va otlardan boshqa hech narsa olmaslik buyuriladi. Keyingi 19 kun davomida dindorlar istehkom atrofida mudofaa zovorini qaziydilar. Ish yakuniga yetganida Shahzoda Mag'diy Quli Mirzo boshchiligida katta qo'shin istehkomga yaqinlashib qolgani haqida xabar yetib keladi. Shahzoda Mulla Husaynning oldiga chopar yuborib, dindorlar qilayotgan ishlarning mazmunini va shoh hokimiyatiga qarshi yoki qarshi emasligini aniqlab kelishni buyuradi. Mulla Husayn bu taxminlar o'rinsiz ekanligini ta'kidlab, bu ish va'da qilinganning vahiysini targ'ib qilish va eng avval Erondagi eskirgan diniy tartibga daxldor ekanligini aytadi. Mulla Husayn vahiyning haqligini tasdiqlaydigan salmoqli dalillar keltirishga tayyorligini ma'lum qiladi. Oradan 3 kun o'tgach, Shahzoda Mulla Husaynning barcha ta'kidlarini rad qilib, o'z qo'shinlariga qal'aga qarata o't ochishga buyruq beradi. Quddus, Mulla Husayn va 200 nafar dindorlar qal'adan chiqib, dushman qo'shiniga qarab yog'ilayotgan o'qlardan qo'rqmay, dadil yuradilar. Mulla Husaynning har bir harakatini kuzatib turgan Shahzoda uning yaqinlashib qolganini ko'rib, unga qarata o't ochishni buyuradi. Ammo Mulla Husaynni hech narsa to'xtata olmaydi va u Shahzodaning qarorgohigacha yetib keladi. Shahzoda o'z hayotidan xavfsirab, orqadagi xonaning derazasidan sakrab qochib ketadi. Mulla Husayn do'stlari bilan Shahzodaning qarorgohida oltin kumushlardan iborat katta boylik bor xonaga duch keladilar. Ular bu xazinaga qo'l tekkizishni ham o'zlariga nomunosib deb biladilar. Bu jangda Quddus jarohat oladi. Og'zidan kirgan o'q bir necha tishini sindirib, til va tomog'iga shikast yetkazadi. Mulla Husayn yaralangan Quddusga o'zini tashlab, uning qilichi bilan qurollanib, jon jahdi bilan dushmanga qaqshatgich zarba beradi. Istehkomga olib kelingandan keyin Quddus birodarlarga noma yozib, ulardan qayg'urmaslikni so'raydi. Biz Alloh irodasi bilan rozi bo'lishimiz lozim, deyilgan edi bu nomada. Bu unutilmas jang 1848-yilning 21-dekabrida sodir bo'ladi. Shu oyning boshlarida Hazrati Bahoulloh yana bir bor Tobarsi istehkomga borish uchun bir necha do'stlari bilan Nurdan yo'lga chiqadilar. Ular manziliga yaqinlashib qolganlarida hamrohlari yo'l bo'yida uchragan yolg'iz uyda dam olishlarini Hazrati Bahoullohdan qattiq iltimos qiladilar. Istehkom himoyachilariga har qanday sharoitda ham hech kim yordam ko'rsatmasligi haqida buyruq berilganligi tufayli Hazrati Bahoulloh o'zlari va hamrohlariga qanday xavf tahdid qilayotganini aniq his qilar edilar. Dushman qarorgohiga Hazrati Bahoullohning safarlari haqida yashirin xabar yetib keladi. Ul zotni hamrohlari bilan birga hibsga olib, omil hokimining qarorgohiga olib boradilar. Ular daryoga yaqinlashib qolganlarida Hazrati Bahoulloh o'z hamrohlariga o'zlaridagi barcha qo'lyozmalarni daryoga tashlashni ishora qiladilar. Hokimning o'zi Shahzoda Mag'diy Quli Mirzoga hamrohlik qilayotgani uchun qarindoshlaridan birini o'z o'rniga vaqtincha tayinlagan edi. Bu odam masjidga bir guruh odamlarning olib kelinganini eshitiboq, ularning oldiga shoshiladi va yetib kelib Hazrati Bahoullohni taniydi. U Hazrati Bahoullohga nisbatan chuqur hurmat bilan qarar, ammo davrada ruhoniylar borligi uchun o'zini ul zotning qilgan ishlaridan ranjiganday tutadi. Sobiq hokim Hazrati Bahoullohga
Din ulamolari xohlagan savollarni berishlarini buyuradi. Ul zot bu sinovlardan obro'-e'tibor bilan o'tadilar. Suhbat jarayonida Hazrati Baho'lloh hamrohlarining biridan qo'lyozma topishadi va din peshvolari bu qo'lyozmani Hazrat Bobning asarlaridan deb hisoblaydilar. Ulamolar peshqadami qo'lyozmani o'qiy boshlaydi va birdan to'xtab beodor so'zlar bilan Hazrati Bob grammatikaning eng jun qoidalarini ham bilmasliklarini namoyish qilganlarini aytib, tanqid qila ketadi. Ey hurmatli ilohiyot olimi, deb javob beradilar Hazrati Baho'lloh. Siz tanqid qilayotgan so'zlar Hazrati Bobning so'zlari emas. Bu so'zlarni mo'minlarning dohiysi, Imom Alining o'zlari aytganlar. Hazrati Baho'llohning javoblaridan din ulamolari dovdirab qoladilar va o'ch olish istagida ul zotning tovonlariga tayoq bilan urish jazosini berishga qaror qiladilar. So'ngra Hazrati Baho'llohni hamda ul zotning hamrohlarini masjidning kichik bir xonasiga qamab qo'yadilar. Sobiq hokim Hazrati Baho'llohni dushmanlarining hiyla nayranglardan himoya qilishni istardi. Shuning uchun ham u ishonchli odamlarga kechasi eshikni ochib, asirni o'z uyiga olib kelishlarini buyuradi. U ruhoniylarning bu qadar pastkashliklardan xijolat chekkan edi va omil ahlining bu qilmishlari uchun Hazrati Baho'llohdan uzr so'raydi. Oradan bir necha kun o'tgach, Tobarsi istehkomidan hokimning o'zi ham qaytib keladi. U istehkom ahliga duch kelib, ularning mardlik va jasoratlariga shohid bo'lganidan keyin uning g'azabi hurmat tuyg'ulari bilan almashgan edi. Hazrati Baho'llohga qanday munosabatda bo'lishganini eshitib, hokimning o'zi ham juda xafa bo'ladi. U Hazrati Baho'llohga chuqur hurmat va sadoqatini namoyon qiladi. Mulla Husayndan hayratlanganligini u sidqi dildan ma'lum qiladi. Bir necha kundan keyin hokim Hazrati Baho'llohning Tehronga jo'nab ketishlariga imkoniyat yaratadi. Mag'lubiyatlardan keyin o'zini o'nglab olgan shahzoda Mag'di Quli Mirzoning qo'l ostidagi qo'shin qamaldagi Shayx Tobarsi istehkomiga qaytadan hujum boshlaydi. Istehkomdagilarni suv tanqisligi qattiq qiynaganligi tufayli qamaldagilar quduq qazishga majbur bo'ladilar. Bu ish 1849-yilning 1-fevralda tugallandi va shu kuni Mulla Husayn o'z do'stlariga bunday deydi: Bugun bizda tahorat olishimiz uchun qancha suv lozim bo'lsa, shuncha suvimiz bo'ladi. Endi zaminiy iflosliklardan poklanib, Qodir Alloh dargohini izlashga otlanamiz va abadiy makonimizga shoshilamiz. Shundan keyin Mulla Husayn tahorat qilib, yangi libosini kiyadi va Hazrati Bobning sallalarini o'rab, jangga tayyorlanadi. Mulla Husayn istehkomni tark etishdan avval bir muncha vaqt Quddus bilan yolg'iz qolib, ko'nglidagi bor gaplarni to'kib soladi. Bu suhbatdan keyin 313 hamrohlari bilan yo sohib ul zamon deya na'ra tortib, darvozadan ot choptirib chiqadi. Ko'p o'tmay ular tajribali general boshqarayotgan hukumat qo'shinini parokanda qiladilar. Mulla Husayn shiddat bilan mardona harakat qilib, dushmanning 2 guruh askarlari hujumini qaytarib, dushman saflariga dahshat soladi. Jang eng avjiga chiqqan paytida dushman tomondagi qandaydir Abbos Qulixon ismli kimsa daraxt ustiga chiqib, shox-shabba orasiga yashirinadi. Mulla Husayn daraxt yaqinidan o'tib ketayotganida Abbos Qulixon uning kim ekanligini bilmay o'q uzadi va o'q Mulla Husaynning ko'kragidan teshib o'tadi. Qonga belangan Mulla Husayn otdan tushadi va yerga yiqiladi. Uning 2 yosh do'sti yordam berishga oshiqib, uni istehkomga olib kirishadi. U hushidan ketgan edi. Uni istehkomga olib kirishlari bilanoq Quddus hammadan xonani tark etib, ularni yolg'iz qoldirishlarini so'raydi. Dindorlar eshik ortida xavotirda kutib turardilar. Bir necha daqiqa o'tgandan keyin Quddusning savollariga xotirjamlik bilan javob berayotgan Mulla Husaynning ovozini eshitib, hayratda qoladilar. Mulla Husayn bilan Quddusning suhbati 2 soatcha davom etardi. Dindorlardan biri ularning suhbatlarini tirqish orqali kuzatar edi. U Mulla Husaynning o'rnidan turib, Quddusning qarshisida tiz cho'kganicha uning so'zlariga quloq solayotganini ko'rib lol qoladi. Ular Quddusning ushbu so'zlarini eshitganlar. Sen o'zingning ketish vaqtingni tezlatib, meni dushmanlarning marhamatiga qoldirding. Xudo xohlasa, men ham tez orada sening yoningga borib, mislsiz farog'atning ilohiy marhamatidan bahramand bo'laman. Quddus eshikni ochib savdoshlarini ichkariga taklif qilgunicha oradan ancha vaqt o'tadi.
Ular Mulla Husaynning olamdan o'tganini ko'rishadi. Uning yuzida yengil tabassum muhrlanib qolgan va u sokin uyquda yotganday edi. Mulla Husaynning dafn etish taraddudini Quddus o'z zimmasiga oladi. U o'z ko'ylagini unga kiygizib, tanani kiyintiradi. Mulla Husaynning qabri hozir ham o'sha payti dafn qilingan Shayx Tobarsiy maqbarasining kichik ichki xonasida. Quddus jasadni o'zi ehtiyot qilib qabrga qo'yar ekan, bunday deydi: "Men Allohdan bizni hech qachon hech narsa ajratmasligini so'rayman." Shundan keyin Quddus qolgan 36 shahid jasadlarni istehkomning shimoliy qismiga bitta qabrga dafn etish borasida ko'rsatmalar beradi. Dindorlar Quddus jasadlarini yerga qo'ya turib, Allohning habiblari, dinimiz yo'lidagi mana shu shahidlardan ibrat olsinlar. Bu odamlar o'lim og'ushida qanday bir bo'lgan bo'lsalar, ular ham hayotlarida shunday birlikka erishsinlar, degan so'zlarni eshitadilar. Dushman Mulla Husaynga qarshi birinchi hujum qilgan kundan to uning shahid bo'lgan kunigacha 116 kun o'tgan edi. U bu vaqt ichida shuncha qahramonliklar ko'rsatadiki, hatto dushmanlar ham undan hayratlangandilar. U har bir jangda abjirligini, mardligini, oliyjanobligini va o'z kuchini namoyish etdiki, shuning o'zigina u qahramona himoya qilgan va shon shuhrat ila jonini bergan dinning haqligini bir umrga tasdiqlash uchun yetarli bo'ldi. O'z hayotlar bilan yangi zuhurning haqligini va qudratini isbotlagan odamlar o'rtasida aql farosati, keng dunyoqarashi, adolatliligi va amriga sadoqati bilan Mulla Husayn shon shuhrat topdi. Mulla Husayn shahid bo'lganida 36 yoshda edi. Mulla Husaynning ukasi bilan kuyovining taqdiriga ham Shayx Tobarsiy istehkomida shahidlik jomidan ichish yozilgan edi. Mulla Husaynning Varqat ul Firdavs deb atashgan singlisida hatto eng fidoyi odamlarda ham kam uchraydigan ajoyib sabr-toqat va mo'minalik fazilatlari mujassam edi. 3 yil davomida eri unga ro'zg'or yuritish uchun pul yubora olmadi. Qattiq qiyinchiliklar bilan ro'zg'or tebratayotgan bo'lishiga qaramay, u hech qachon nolimadi. Bu ayolning bor yo'g'i bitta eskirib qolgan ko'ylagi bo'lishiga qaramay, u eridan biror marta ham kiyim olib berishini yoki yo'l xarajatlari uchun pul berishni so'ramadi. Uning onasi esa o'zining ezgu fazilatlari bilan qizidan ham o'tgan edi. Mulla Husayn onasini o'zining halokati yaqinligi haqida xabardor qilganda ham u tushkunlikka tushmay, Alloh uning farzandlari qurbonligini qabul qilganidan shukr qiladi. Mulla Husayn va uning hamrohlari dushman bilan qilgan so'nggi jangda hukumat qo'shiniga katta talofat yetadi va dushman qo'shinlariga o'z kuchlarini qaytadan tiklashi uchun 45 kun kerak bo'ladi. Bu vaqt ichida Tobarsiy istehkomdagilardan biri o'z birodarlariga xiyonat qilib, dushmaniga Mulla Husaynning o'lganligi haqida xabar beradi. Bu xabar dushman kayfiyatini ko'tarib, darhol hujumga o'tish istagini uyg'otadi va ularda g'alabaga ishonch paydo qiladi. Chunki eng kuchli raqib dunyodan o'tgan edi. Hukumat qo'shini askarlari hujumga o'tishlari bilan Quddus o'zining sardorlaridan biri Muhammad Bakirga 18 nafar dindorlar bilan shiddatli jangga kirishni buyuradi. Toki istehkom himoyachilari o'rtasida Mulla Husayn bo'lmasa-da, Xudoning bezavol madadi hamon hamroh ekanligini dushman anglab yetsin. Muhammad Bakir buyruqqa darhol bo'ysunib, "Yo sohib ul zamon" deya nido qilib, dushman ustiga ot qo'yadi. Mulla Husaynni otib o'ldirgan, endilikda esa yangi hujumga boshchilik qilayotgan Abbos Qulixon shunchalik qo'rqib ketadiki, hatto otdan yiqilib, bir poy etik bilan ikkinchisini uzangida qoldirib, jang maydonidan qochib ketadi. Boshqa askarlar ham to'rt tomonga qochadilar va Abbos Qulixon uchun sharmandali mag'lubiyatni tan olmasdan boshqa iloj qolmaydi. Muhammad Bakir va uning 18 nafar hamrohi sog'-salomat istehkomga qaytadilar. Shundan keyin dindorlarning mashaqqatli hayotlarida bir oz yengilliklar tug'iladi. Endi ularda dushmandan o'lja olingan ot go'shti bo'lsa-da, har holda ozuqa paydo bo'lgan edi. Odamlar barcha mashaqqat va muhtojliklarni katta sabr va matonat bilan o'tkazadilar va ularning xayollarini faqatgina Quddusning irodasini bajarish band qilardi. Abbos Qulixonning mag'lubiyatga uchragani haqidagi xabarni Shahzoda Mahdi Quli Mirzo quvonch bilan qabul qiladi. Chunki u Hazrati Bobning bir siqim izdoshlarini
shaxsan o'zi tor-mor qilish ishtiyoqida yonar edi. U qo'shinga yordamchi kuch va o'q-dori so'rab Tehronga xat yuborib, istehkomga hujum qilishga tayyorlana boshlaydi. Bu paytda qamaldagilar ochlikka qaramay, kelayotgan xavf-xatardan hazar qilib, kuylashar va xursandchilik qilishar edi. Maqbara uzra Allohga aytilgan hamdu sanolar yangrardi. Holbuki, shu vaqtda ozuqa zaxiralari tugab, navbat etik charmlariga kelgan edi. Ammo odamlar Quddusni ko'rishlari bilan go'yoki kuchga to'lganday, o'zlarida har qanday dushmanni yengishga qodir bo'lgan kuchni sezar edilar. 1849-yil mart oyining boshlarida Quddus o'z birodarlarini yaqinlashib qolgan shahidlikka tayyorlay boshlaydi. Oradan bir necha kun o'tgach, Mahdi Mirzo rahbarligida 3 ta katta qo'shin istehkomni qurshab, zambaraklardan mudofaa inshootlariga qarata o't ochadi. Quddus o'z xonasidan chiqib, yuzlarida tabassum va xotirjamlik bilan do'stlariga murojaat qiladi. Johillarning do'q po'pisasidan cho'chimangizlar. Munofiqlarning g'azabi sizlarni qo'rqitmasin. Har birimizning o'z vaqt soatimiz bor. Belgilangan vaqt kelganida na dushmanlarning hujumi va na do'stlarning harakati uni tezlatib ham, to'xtatib ham qola olmaydi. O'sha vaqt kelmaguncha qanchalik behisob g'animlar galasi ustingizga bostirib kelmasinlar, ular bir daqiqaga ham, zarracha ham umringizni qisqartira olmaydilar. Bunday so'zlar dindorlarning yuragiga ishonch baxsh etmay qolishi mumkin emas edi. Quddus Muhammad Bakir bilan 18 safdoshlariga yana jangga kirishni buyuradi. Ular shunday shiddat bilan dushman ustiga tashlanadilarki, hatto zambarak atrofidagi askarlarni quvib, zambarakni qo'lga kiritib, yerga ag'darib tashlaydilar. Ular dushman mudofaa qurilmalarini yer bilan yakson qiladilar. O'sha kuni dushmanlarning 30 nafar askarini o'lim o'z domiga oladi. Muhammad Bakir va uning do'stlari esa istehkomga beshikast qaytib keladilar. Mahdi quli Mirzoning qo'shinlariga o'z saflarini qayta tiklab, mustahkamlanib olishlari uchun yana bir necha kun kerak bo'ladi. Bu paytga kelib istehkomdagi hamma etik terilari yeb tugallanadi. Birdan bir ozuqa o't giyohlar bo'lib, dindorlar shu giyohlarni qaynatib iste'mol qilardilar. Hazrati Bobning izdoshlarini yakson qilishga qaratilgan bir necha urinishlardan keyin Shahzoda o'z sarbozlarini kengashga chaqirib, dindorlar taslim bo'lib, istehkomni tark etsalar, ularni uylariga qo'yib yuborishni va'da qilish yutuqqa erishishning birdan bir yo'li degan xulosaga keladi. Shahzoda hatto bir necha dindorlarning uylaridan kelgan xatlarni jo'natib, o'z nomidan ular sevimli kishilari olisda ekanligidan iztirob chekayotganlarini qo'shimcha qiladi. Shunga o'xshash so'zlar bilan Mulla Mahdi ismli kishiga murojaat qilib, uning Jajji Rahmon ismli o'g'li otasini sog'inib qaytishni kutayotganini aytganlarida, u shunday deb javob beradi: "Mening o'g'limga aytib qo'yinglar. Haq Rahmonning ishqi, dunyodagi barcha molliliklardan kuchliroq muhabbat yuragimda shunchalik to'lib toshyaptiki, uning o'zidan boshqani sevishga yuragimda joy qolmadi." Makkor shahzoda Qur'onga qasam yozdirib, o'z vakillari bilan uni Quddusga jo'natadi. Bu qasamga ko'ra, u dindorlarga ozor bermaslikni va adovatni bartaraf etish maqsadida dindorlarni uy-uylariga bemalol tarqab ketishlariga imkon berishni zimmasiga olgan edi. Barcha dindorlarga istehkomni tark etishga tayyorgarlik ko'rishni buyurib Quddus, ularning takliflarini qabul qilib, niyatlarining xolisligini isbotlashga imkon beramiz, deydi. Quddus 200 nafar birodarlar bilan Shahzodaning buyrug'iga binoan ular uchun tayyorlab qo'yilgan chodirga joylashishadi. Tong saharda kelgan chopar Shahzoda o'z huzuriga uchrashish uchun Muhammad Bakirni taklif qilayotgani to'g'risida xabar olib keladi. Quddus uning borishiga ruxsat beradi. Muhammad Bakir Shahzoda huzuridan qaytib kelib, Shahzoda o'z va'dasini takrorlagani va unga katta iltifot ko'rsatganligini aytadi. Ammo shu bilan birga Muhammad Bakirning fikricha, Shahzodaning tili bilan dilidagi boshqa ekanligini ham ma'lum qiladi. Quddusning o'zi ham shunday fikrda bo'lgani uchun birodarlarga shu kuni tundayoq tarqalib ketishlarini buyuradi. O'zi esa barfurushga jo'namoqchi bo'ladi. Ammo kunduzi Quddusni Shahzodaning qarorgohiga chaqirishadi. Bir muncha vaqtdan keyin Shahzodaning xizmatkorlari kelib dindorlarga, Quddusning hamma hamrohlari kelib o'ziga qo'shilishlari haqidagi buyruqni aytadilar. Bir necha kishi xizmatkorning yolg'on gaplariga uchib, ular bilan birga ketishadi.
Ular hibsga olinadilar. Keyinchalik ularni qul qilib sotib yuboradilar. Shayx Tobarsi istehkomidagi qahramona janglarning tirik guvohlari bo'lib, faqatgina ana shu odamlar omon qoladilar. Va bu jabr zulmlar haqidagi qissa ham yurtlarga ana shular tufayligina ma'lum bo'ladi. Yuqorida zikr qilingan voqealardan keyin shahzodaning xizmatkorlari hayot harflaridan biri bo'lmish Mulla Yusufni o'z hamrohlariga borib, Quddus taslim bo'lishni buyurdi deb aytishga majburlaydilar. Bunday qilishdan bosh tortgan Mulla Yusuf o'sha zahoti o'ldiriladi. Keyin dushman qolgan dindorlarni qurshovga olib, o'qqa tutadi va bir kishini ham qoldirmay qirib tashlaydi. Bu vahshiylik nihoyasiga yetgach, shahzoda avval asirga tushib qolganlardan bir nechtasini garovga olib qolib, qolganlarni qiynab qatl qilish to'g'risida buyruq beradi. Shahzoda Quddusni Barfurushga olib ketadi. Ular Barfurushga 1849-yil 11-may kuni yetib keladilar. Shahar bayroqlar bilan bezalgan. Aholi shahzodani tantana bilan kutib olish va g'alaba bilan tabriklash uchun uylaridan chiqib ko'chalarni to'ldirgan edi. Bayram 3 kun davom etadi. Shahzoda Quddusni Tehronga olib borib, u yerda hokimiyatga topshirish niyatida edi. Ammo Barfurush mushtahidi Quddusga nisbatan shu qadar kek saqlar ediki, hatto ayyorlik ishlatishga qaror qilib, shahzodani Quddusni unga topshirish uchun avray boshlaydi. Oxir oqibat shahzoda ushbu din peshvosining talabini qondirishga majbur bo'ladi. Shahzoda Quddusni mushtahidning ixtiyoriga berish haqida buyruq berish bilan Quddus jaholatdan qonsirab turgan Barfurush ahlining qo'liga jazolash uchun topshiriladi va ular Quddusni vahshiylarcha turli tuman qiynoqlarga solib, tilka pora qiladilar. Hazrati Bahoulloh aytadilarki, bu jasur yigit o'zining dahshatli o'limi oldidan shunday qiynoqlarga duchor bo'libdiki, hatto Iso alayhissalomni eng oliy azob soatlarida ham bunday qiynoqlar chetlab o'tgan edi. Quddusning shahid bo'lish tafsilotlari shu qadar dahshatli ediki, Chehrik qal'asida bo'lgan Hazrati Bob bundan xabar topganlarida 6 oygacha ilohiy kalomlarni na yoza olganlar, na aytib tura olganlar. Quddusning kiyimlarini yulib olib, yalang oyoq va bosh yalang ko'chama-ko'cha sudrab yurishardi. Shaharliklar uning orqasidan yurib, tahqirlab mazaq qilardilar. Hayqiragan olomon baqirib-chaqirib unga la'natlar o'qirdi va unga tupurardi. Tuban ketgan ayollar esa unga pichoq va boltalar bilan tashlanishardi. Azoblar chidab bo'lmaydigan darajaga yetgan damlarda Quddus Allohdan dushmanlarni kechirishni va ularga haq yo'lini ko'rsatishni tilardi. Shahid bo'lishi taqdir etilgan joyga yetib kelganida Quddus ovozini ko'tarib, qani edi onamlar men bilan birga bo'lsalar-u, nikoh to'yimning qanday shohona o'tayotganligini o'z ko'zlari bilan ko'rsalar edi, deb xitob qiladi. Quddusning bu so'zlarini eshitgan olomon uni tilka pora qilib tashlaydi. Uning burdalangan va ilma-teshik qilingan jasadi gulxanga tashlanadi. Quddusning sodiq do'stlari yarim tunda kuyib ko'mirga aylangan tana bo'lmas jasadni olib, u shahid bo'lgan joydan bir oz narida yer bag'riga qo'yadilar. 14-fasl. Tehronlik 7 shahid. Tobarsi istehkomi qahramonlarining qismati haqidagi xabar Hazrati Bobning qalblarini behad qayg'uga soladi. Keyinchalik ul zotning kotiblari bu og'ir hodisa haqida bunday deydi. Hazrati Bob ushbu kutilmagan xabarni eshitib, qayg'udan ado bo'ldilar. Hazrati Bobni cho'lg'ab olgan og'ir musibat ul zotni ovozdan mahrum qilib, qalamlarini sukut saqlashga majbur qildi. 9 kun mobaynida ul zot do'st yorlaridan birortasi bilan uchrashishdan bosh tortdilar. Ko'zlaridan tinimsiz yosh oqardi. Lablaridan esa beto'xtov dardga to'la so'zlar quyilardi. Hazrati Bob o'z xonalarida mahbubga dardlarini izhor qilib, munojot qilganlarni men parda ortidan turib eshitar edim. Ul zot 5 oy davomida ezilib, g'am-g'ussa ummoniga g'arq bo'lib yurdilar. Hazrati Bob o'z ishlarini qayta boshlaganlarida birinchi yozgan sahifalarini Mulla Husayn bilan Quddusning xotirasiga bag'ishlaydilar. Mulla Husayn bilan Quddusning sha'niga qasidalar aytar ekanlar. Bu ikki bezavolga o'zlari ham tez orada qo'shilishga va'da beradilar. Shuningdek, Hazrati Bob bu shahidlarga bag'ishlab ziyorat lavhini yozadilar. Bu lavhni bir dindorga berib,
unga sayohatchilarga xos kiyinib, boshqa hamma xayollardan xoli bo'lib, muqaddas joy, ushbu qahramonlarning jasadlari yotgan Tobarsi maqbarasiga borishni buyuradilar. Hazrati Bob undan bu muqaddas joylarga borib, duo qilishni, Quddus va Mulla Husayn qabrlaridan bir siqimdan tuproq olib, kelgusi Navruzdan kechikmay qaytib kelishni tayinlaydilar. Hazrati Bobning bu topshiriqlari aytganlaridek qilib bajariladi. Bu dindor Hazrati Bob oldilariga qaytayotib, bir muncha muddat Tehronda bo'lib, Hazrati Bahoulloh bilan uchrashadi. Hazrati Bahoulloh undan ustozga atalgan nomani berib yuboradilar. Bu payti g'araz niyatlilar Tehronda jiddiy notinchliklar chiqarishga erishadilar. Koshonlik bir Said o'zini Hazrati Bobning ta'limotlarini qabul qilgan qilib ko'rsatib, iymon keltirganini e'lon qiladi. U osonlikcha boshqa dindorlar bilan ko'rishib, ularning ismlarini bilib oladi. Keyin bu sotqin dindorlar ro'yxatini tuzib, hukumat odamlariga yetkazadi. 14 dindorni hibsga olib, hukumat amaldorlaridan birining uyida bir oy davomida hibsga ushlab turadilar. Ayni shu paytda o'sha uyning ustki qavatida Tohira ham qamoq azobini tortar edi. Hokimiyat hibsga olingan dindorlardan yangi ma'lumotlarni olishga qanchalik harakat qilmasin, hech narsaga erisha olmasdi. Asirlar og'iz ochmaydilar. Hatto dindorlardan biri shafqatsiz qiynoqlarga qaramay, bir og'iz ham gapirmagani tufayli qamoqxona xodimlari uni soqov deb o'ylashdi. Bu davrda oliy hukmdor quvg'in qilinayotgan jamoa ishlariga bevosita aralashishdan o'zini tiyar va ko'p hollarda dindorlar ichida ro'y berayotgan ishlardan bexabar edi. Hamma qarorni vazir a'zamning o'zi hal qilar. Jamoaning taqdiri ham uning qo'lida edi. Uning qarorini hech kim qaytara olmas va uning o'z boshimchalik bilan qilgan ishlarini hech kim qoralay olmas edi. Vazir a'zam asirlarni dinidan qaytara olishiga ko'zi yetmaganidan keyin ularning 7 nafarini qatl qilishga buyruq beradi. Aynan mana shular Tehronlik 7 shahid deb ataldilar. Birinchi bo'lib shahid bo'lgan kishi Hazrati Bobning tog'alari Hoji Mirzo Said Ali bo'lib, u kishi Tehronning eng yirik savdogarlaridan biri. Hazrati Bobni tarbiyalab voyaga yetkazgan, mehr-muhabbat bilan avaylab, birinchilar qatorida ul zotga iymon keltirgan kishi edilar. Hazrati Bob Chehrik qal'asida qamoqdalik paytlarida Hoji Mirzo Said Ali ul zot bilan ko'rishish uchun u yerga borgan edilar. U yerdan Tehronga kelib, shu yerda to shahid bo'lgunlarga qadar yashadilar. Qamoqqa olinganlardan keyin u kishini tanigan, bilgan bir necha yirik savdogarlar ozod qilinishlari uchun pul berishmoqchi bo'lishadi. Ammo Hoji Mirzo Said Ali bundan voz kechadilar. Hoji Mirzoni vazir a'zamning oldiga olib kelganlarida vazir Muhammad payg'ambar avlodlarini jazolashni istamasligini aytib, u faqat bir narsani, Hoji Mirzo Said Ali Hazrati Bobga keltirgan iymonlardan qaytishlarini istayotganligini, agar rozi bo'lsalar, darhol ozod qilishi va izzat ikrom ko'rsatib, boylik bilan siylashini ma'lum qiladi. Ammo Hoji Mirzo Said Ali bunday javob qiladilar: mening bu vahiyda mujassam bo'lgan haqiqatdan tonishim avvalgi barcha vahiylardan voz kechishim bilan barobardir. Said Bobning zimmalaridagi vazifani tan olmaslik, ajdodlarim dinidan yuz o'girish, Muhammad, Iso, Muso va barcha qadim payg'ambarlar keltirgan vahiylarning Allohdan ekanligiga shubha qilish bilan barobardir. Bu elchilarning so'zlari va amallari haqida nimaiki eshitgan va o'qigan bo'lsam, hammasini men bu yigitda yosh bolalik paytidan to 30 yoshga kirguniga qadar butun hayoti ko'z oldimda kechgan sevimli jiyanimda mujassam bo'lganini ko'rdim. Undagi hamma narsa hayotlari bizga hadis va rivoyatlar orqali yetib kelgan. Uning ajdodlarini, birinchi va din imomlarini eslatadi. Sendan so'rar gapim shuki, hayotimni sevimli jiyanim yo'lida birinchi bo'lib qurbon qilishga ijozat ber. G'azabi qaynab ketgan oliy vazir Hoji Mirzo Said Alining boshini tanasidan judo etishni buyuradi. U kishini qatlgohga olib borishayotganda Hoji Mirzo yig'ilgan olomonga qarab murojaat qiladilar. Odamzod 1000 yildan ortiq vaqtdan beri
va'da qilingan elchisini yuborishini so'rab Allohga munojot qiladi. Uning nomi tilga olinishi bilan sizlarning yuraklaringizdan yo Alloh, uning kelishini tezlat, uning kelishiga monelik qiladigan narsalarni olib tashla degan so'zlar qanchalar ko'p chiqqan. Endi u kelganda sizlar ul zotni Ozarbayjonning olis sahrolariga haydab yubordingiz. Ul zot hozir o'sha yerda umidsizlikdan azob chekmoqda va endilikda esa ul zot sahobalarni ham qirishga tushdingiz. Agar menga sizlarning ustingizga Allohning la'natini tilash yozilgan bo'lganida, aminmanki, uning g'azabi ham, qasosi ham dahshatli bo'lgan bo'lar edi. Biroq men bu haqda yolvormayman. Men Karim Allohdan sizlardagi gunoh dog'ini yuvib, g'aflatdan uyg'onishingizga madad berishni so'rayman. Hoji Mirzo Said Ali bu so'zlardan keyin boshlaridagi sallani olib, jallodga qarab, unga hukmni bajo aylashni buyuradilar. 2. Mirzo Qurbon Ali Barfurushda Quddus bilan bir qishloqda tug'ilgan edi. Haqiqiy taqvodor va oliyjanob bu insonning hayotida poklik belgilari va avliyolik alomatlari shu qadar ko'p va uning obro' e'tibori shu qadar baland ediki, viloyat ahlining ko'pchiligi unga murid bo'lib, sodiq bo'lib qolishga ont ichgan edilar. U Karbaloni ziyorat qilish uchun yo'lga chiqqanida, katta olomon unga o'z hurmatini izhor qilish uchun yo'liga peshvoz chiqqan edi. Ammo Mirzo Qurbon Alini hashamat ham, alohida imtiyozlar ham qiziqtirmas edi. U ziyoratdan qaytib kelayotganida Mulla Husayndan yangi din haqida darak topib, uni qabul qiladi. Mirzo Qurbon Ali Tehronda hibsga olinib, soqchilar oldida o'zining oddiygina libosida shahar ko'chalari bo'ylab borishidan haqiqiy zohidlikning tirik namunasi ekanligi ko'rinib turar edi. Mirzo Qurbon Alining do'stlaridan biri Vaziri A'zamning oldida uni himoya qilish niyatida Qurbon Ali Hazrati Bobning izdoshlaridan emas, u tuhmat bilan ayblangan deb aytadi. Qurbon Alining o'zidan bu to'g'risida so'raganlarda esa u shunday deydi: Garchan bu oliy zot meni qabul qilgan qilmaganlarni bilmasam-da, men o'zimni ul zotning izdoshlari va xizmatkorlaridan biri deb hisoblayman. Unga boylik va oliy martaba va'da qilinganda, u bunday bayt bilan javob qiladi: Qo'rqmas men jon berg'ali muhabbat uchun. Senga buni anglamoq amri maholdir. Ey nodon, og'iz ochma, ketgin nari tur. 3 shaxs ortiqchadir oshiqlar uchun. Vazir A'zam Qurbon Alining o'zidan ko'ra bilim darajasi va ta'siri kam bo'lgan kishiga murid bo'lganidan kulmoqchi bo'lganida Qurbon Ali shiddat bilan deydi: Mening ilmim men o'zimning sohibim va ustozim deb tan olgan zot oldida sidqi dildan bosh egishga meni majbur etdi. Men ul zotning ta'limotlarini xolisona baholab, shunday xulosaga keldim. Agarda ushbu yigitning do'stlari ham, dushmanlari ham tan olgan so'zlarini yolg'on desak, qadim zamonlardan tortib, to shu paytgacha o'tgan Allohning barcha rasullarini yolg'onchilikning ramzi deb tan olishim lozim. Albatta mening minglab muxlislarim va muridlarim bor, lekin men ularning ozginasining ham qalblarini o'zgartira olmayman. Bu yigit esa o'z muhabbatining malhami bilan eng chuqur g'aflatdagilarning qalblarini ham o'zgartira olishini isbot qildi. Ul zot yakka o'zi hech bir ko'maksiz minglab menga o'xshaganlarga shunday kuchli ta'sir o'tkazdilarki, ular hatto ul zot bilan uchrashmay turib, o'z mayllaridan voz kechib, uning irodasi oldida sodiqlik bilan bosh egdilar. O'zlarining qurbonliklari tilga olishga ham arzimasligini tushungan odamlar ul zot uchun hayotlarini jon deb berar. Bu ular sadoqatining yana bir dalili bo'lib, uning dargohida zikr qilinishining o'zi ular uchun kifoya bo'lar edi. Vazir A'zam Qurbon Alining sehrkor so'zlari ta'siriga tushib qolmaslik uchun uni olib ketishlarini buyuradi. Senga bu sehrdan qo'rqishing hojati yo'q, e'tiroz bildiradi Qurbon Ali. U faqat pok qalblarni sehrlaydi. Sendaylar bir lahzada qalblarini ochib, o'zgartirib qo'yuvchi ilohiy malhamning hayotbaxsh sehridan bahramand bo'lishdan bir umrga mahrumdirlar. Qurbon Alini qatl etish uchun Hoji Mirzo Said Alining jasadlari yotgan joyga olib boradilar.
U jasadni bag'riga bosib, jallodga zarb berishni buyuradi. Birinchi zarba Qurbon Alining sallasiga tegib, sallani uchirib yuboradi. Shunda Qurbon Ali zavq bilan shunday misralarni o'qiydi: Muhabbatni bildik-u, unutdik o'zni. Kimgaki u sohibdir, baxtlidir o'sha. Tezroq ushbu baxtiyorga qarating ko'zni. Kalla uchar yo salla, baribir unga. 3. Shundan keyin navbat Hoji mulla Ismoil Qumiyga keladi. U hali o'spirinlik kezlaridayoq Said Kozimga shogird tushib, undan ko'p narsalarni o'rgangan va bu uning Hazrati Bobning amrlarini qabul qilishda katta ta'sirini ko'rsatgan edi. Unga zohidlikning o'zgacha ruhi xos bo'lib, u yangi dinni targ'ib qiluvchi, jozibali vazlari bilan shuhrat qozongan edi. Hazrati Bobning eng taniqli targ'ibotchilari sifatida hibsga oliniboq qatl maydoniga olib kelinadi. Ismoil Qumiy kundaga olib kelinganida u o'zidan oldin qatl qilingan 2 dindorni ko'rib xitob qiladi. Qanday go'zal mening sevimli do'stlarim, sizlar Tehronni jannatga aylantirib yuboribsizlar. Qani edi men bu yerga sizlardan ilgariroq kelgan bo'lsaydim. Shundan keyin mulla tilovat qila boshlaydi. Ammo jallod unga ibodatini tugatishga qo'ymaydi. Uning lablaridan chiqayotgan kalima uzilib qoladi. 4. Ismoil Qumiy jallod qo'lidan o'z o'limini olib ulgurmagan ham ediki, kundagi Hazrati Bobni qabul qilgan taniqli din allomasi Said Husayn Tursheziyni olib kelishadi. U olomon bilan yuzma-yuz bo'lganida xitob qiladi. Najaf va Karbalodek aziz shaharlarning ulamolari meni islom qonun qoidalari va ta'limotning obro'li tafsirchisi sifatida bir og'izda tan olishgan. Men Said Bob hazratlarining nomalarini yaqindagina eshitdim. Mening islom ta'limotidagi murakkab joylarni tafsir qila olish qobiliyatim Hazrati Bob keltirgan zuhurning haqligini ajrata olishimga yordam berdi. Men shunga aminmanki, ul zot zohir qilgan haqiqatni rad etsam, avvalgi barcha zuhurlardan yuz o'girgan bo'lar edim. U ushbu so'zlarni aytayotganida vaziri A'zamning zobiti xanjarini chiqarib, Said Husaynni so'yib tashlaydi. 5. Ko'p o'tmay qatlgohga Hoji Muhammad Toqiy Kirmoni keltiriladi. U o'z birodarlar qatl etilgan dahshatli joyini ko'rib, g'azab o'tidan yonadi. Qani tezroq oldimga kel, razil va vijdonsiz zolim. U jallodga yuzlanganida shu so'zlar uning yuragidan otilib chiqadi. Meni qatl etmoqqa shoshil, zero men sevimli Husaynga yetib olish ishtiyoqida yonmoqdaman. Undan ko'ra ko'proq yashash men uchun azob. Men bu azobga chiday olmayman. 6. Hoji Muhammad bu so'zlarni aytib ulgurmasidan Tehronning taniqli savdogarlaridan biri Said Murtoz hali tirik birodarlardan ilgarilab ketmoqchi bo'ladi. U jallodga Saidning o'limi, Muhammad Toqiyning o'limiga qaraganda Alloh uchun katta mukofot ekanligini o'qtirmoqchi bo'ladi. Jallod bularning ikkovlarini qatl qilishga tayyorlanar ekan, ularning qatoriga so'nggi shahid ham kelib qo'shiladi. 7. Muhammad Husayn Marag'oyi o'z o'rtoqlari sari tashlanib, o'zini ulardan avval qatl etishni jalloddan o'tinib so'raydi. Odamlarning o'z hayotlarini din yo'lida qurbon qilishga intilishlari olomonni hayratga soladi. Bu uchala insonning boshi qilichning bir siltovi bilan uchadi. Bunday buyuk iymon va bunday jilovsiz vahshiylik manzarasi odamlar ko'z o'ngida kamdan kam sodir bo'ladi. Bu insonlar bor yo'g'i 7 nafar bo'lishlariga qaramay, ularning o'limi paytidagi tafsilotlar ularning o'zlarini qurbon qilishga rozi bo'lishdek maqomga yetkazgan qudratning g'ayritabiiy ekanligini tan olishga majbur etadi. Biz bu shahidlarning oddiy va ilojsiz kishilar bo'lmaganini eslaganimizda, ular bizning qarshimizda o'z dinlariga o'ta sodiq, matonatli, din yo'lida hayotlardan voz kechishga ham tayyor siymolar sifatida gavdalanganlarida, shunday obro'li kishilar o'zlariga yaqinlashib kelayotgan xatarni bor imkoniyatlari bilan bartaraf etishga harakat qilmaganlarini, ularga qanday kuch madad berganini tushunishga uringanimizda,
Biz bu voqealar Amirning tarixidagi eng fojiali sahifalardan biri ekanligini tan olamiz. Qahramonlarning jasadlari 3 kecha-yu 3 kunduz maydonda qolib, olomon tomonidan ko'z ko'rib, quloq eshitmagan tarzda tahqirlanadi. Ko'zlarini parda qoplagan xalq shahidlar ustiga tupurib, ularni tepib, la'natlar o'qiydilar. Bu jasadlar ustiga axlat to'kib, inson zoti ko'rmagan tahqirlarga duchor qiladilar. Bunday noinsoflikka qarshi biror kishi ham norozilik bildirishga jur'at eta olmaydi. 3 kun o'tgach, shahidlarni shahar darvozasi oldidagi qabriston panjarasining tashqarisidan choh qazib, bir qabrga ko'madilar. Bu shahidlar haqidagi xabar Hazrati Bobga, ul zot hali hanuz Tobarsi istehkomidagi voqealardan o'zlariga kelmagan bir paytda yetib boradi. 7 shahidlarga bag'ishlangan lavhda Hazrati Bob ularning oliy martabasi haqida zikr qilib, ularni islom rivoyatlarida tilga olingan 7 qo'zi deb ataydilar. Qiyomat kuni ular va'da qilingan mazhar oldida boradilar degan Hazrati Bobning so'zlari bu dindorlarning shahidona o'limi mazharning, ya'ni o'zlarining shahidliklaridan avval ro'y berishiga ishora edi. Oradan 4 oy o'tib, ul zot Tabrizda qatl etiladilar. Bu bilan Hazrati Bobning bashoratlari amalga oshadi.